hali men ishdan kelsam sen bilan gaplashaman deganda uyga kelguncha bola qo'rqqandan o'zini osib qo'ygan. Bolalardagi ruhiy zo'ravonlik, onasini emotsional yaqin bo'lmasligi, tungi siyib qo'yish, ya'ni nocной ignorance yoki bo'lmasam onanizm. bu o'zi tabiiy holat hisoblanadi. Inson faqat tanadan iborat emas. Demak, simptomlar psixikaga bog'liq. Yillab yig'ilgan muammolar. Bolalar bilan qanday munosabat qilish haqida onalarda ilm yo'q. Bola o'sganda, bola bilan teng o'ssa, uni boshqarish juda qiyin. Ya'ni asosiy qismimiz bu ruhiyat. Bolani 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan davri, 9 yoshgacha bo'lgan davri, keyin o'smir davri, Kuchi yetgani o'sha homilasi bo'lgan. 100 ta qilgan yaxshiligingizni bitta baqirg'ingiz bilan hammasini tugatasiz. Podдержка bo'lmagan, qo'llab-quvvatlanishli bo'lmagan, qadrsizlanish, bor narsalaringizni ham yo'q deb ishontirish holatlarini yashab o'tgan. Men yana ham baxtli bo'lsam, qizim bunday baxtli bo'lar ekan. Bu yoqda baxtsiz bo'lib qizingizni baxtli qilib qo'ya olmas ekansiz. Assalomu alaykum. Qarshingizda 4 ta farzandni onajonisi va hozirgi kunda tibbiyotda pediatriya yo'nalishida o'z o'rnini topgan Nafisa Nurullayevna. Bugun bir qisqacha mavzu haqida mehmonga kelganman. Bu mavzuni asosi nima? Biz faqat tanadan, bizni farzandlarimiz, ya'niki biz insonlar faqat tanadan iborat emasmiz. Biz faqat ko'rgan narsamizga ishonganimiz uchun bizni ikkinchi qismimiz, ya'ni asosiy qismimiz bu ruhiyat. Inson tanasi ruhiyat va jismdan iborat. Shuning uchun ham Umidjon Varmnada bugun mehmondaman va bugungi kunda onalarimizni qiynab kelayotgan va yechim topilmayotgan kasalliklarning psixosomatikasi haqida gaplashgani mehmondaman. Aslida Nafisa bilan biz hamkasbmiz. Pediatriya siz o'zingizni kasbingiz egasi bo'lib, juda ham sevib, yaxshi ko'rganingiz uchun men sizni kuzataman. Hattoki mana Nafisa mani farzandlarimni, ya'ni pediatri, ya'ni mani kichkina farzandlarimni ko'rikdan o'tkazib turaman va sizdan juda ham mamnunman. Bugungi uchrashuvimiz men o'ylaymanki, butun jamiyatimizdagi ayollarga manfaatli bo'ladi. Bizni ayollarimiz nafaqat bolasidagi kasalliklarni, ya'ni bu bolasidagi nosog'lomliklari, ya'ni kasalliklarini asl negiz sabablari haqida ham tushunib yetishadi deb o'ylayman. Manfaatli suhbat bo'ladi. Aslida haqiqatdan ham ruhiyat va tana, ya'ni psixika, somatika ikkalasi uzli bog'liq. Nima uchundir biz tanadagi kasalliklarga e'tibor beramiz, lekin tanadagi kasalliklarimizni aslida tagida bizning ruhiy holatimiz, bolani ham emotsional holati borligini yoki onani, shu farzandni tarbiya qilayotgan onalarni emotsional holati bolalarga qanchalar ta'sir qilishi haqida biz ayollar juda ham ilmsizmiz. Shuning uchun siz bugun ayollarimizni bolalardagi patologiyalari, kasalliklari haqida tushuntirib bersangiz, albatta men imkon qadar bu kasalliklarni tagida bolalarni qanday ruhiy holati yotadi va biz bir taraflama ishlashimiz kerak emas. Aslida mana siz tanasini davolaysiz, simptomlarni davolaysiz, patologiyani, ya'ni ruhiy taraflari, ya'ni emotsional holatlari bilan albatta psixoterapevtlar ishlaydi. Bu masalan bizni davolaganimiz qisman bo'lsa, agar biz haqiqatdan yechimni xohlaydigan bo'lsak, haqiqatdan natijani kutadigan bo'lsak, biz demak kompleksni lecheniya qilishimiz kerak. Ya'ni ham tanani, ham ruhiyatni bir-biriga davolashimiz kerak. Lekin hech qachon biz meditsinani inkor qilmaymiz. Demak, o'sha holatga yetganda ana endi sizga bolani ruhiy emotsional holatini to'g'irlab turib kasalliklarni, ya'ni simptomlarni, patologiyani yo'q qila olmaymiz. Demak, bunda bizga shifokorlar yordam beradi. Keyingi safar bu kasalliklarga bolalaringiz uchramasligi uchun, bunday kasalliklar bilan bolalar og'rimasligi uchun biz albatta negizini ko'rib chiqamiz va ruhiy holat, emotsional holati bilan ya'ni negizini bartaraf qilishni onalarimizga, ya'ni o'ziga tushuncha olishadi degan umiddaman. Bugun oxirgacha efirimizni kuzating. Ajoyib, siz tushunmagan, hattoki eshitmagan holatlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ya'ni onalar ko'zguda balki o'z akslarini ko'rishar. Men juda ham xursand bo'ldim bizning bugungi mehmonimiz bo'lganingizdan. Men o'ylaymanki, siz onalar va bolalar bilan, albatta bolalar o'zi kelmaydi, qatimdir og'riyapti deb shikoyat qilmaydi, albatta onalari shikoyat qilib kelishadi va shu shikoyatlardan o'zingizning fikringiz bor. Mana siz kammi ozmi
ya'ni ruhiy holat, ya'ni emotsional holatda psixoterapiya yo'nalishi bo'yicha ham ilm olgansiz. Baribir siz o'zingizni kasbingiz sohasi bo'lgani uchun siz o'zingizni kasbingiz tarafdan yondashasiz, ya'ni ularni tanasidagi bo'lgan kasalliklariga ko'proq e'tibor berasiz. Aslida onalarimizni mana ko'rasiz qanday holatda kelishgan. Hozirgi jamiyatimizda ona bolasini shifokorga ko'rsatayotganda eng ko'p sizga uchrayotgan savollar hamda kasalliklar haqida bugun sizdan ajoyib savollar kutib qolamiz. Shikoyatlar. Mana Umida Anvarovna, bugungi kunda juda ko'p onalar bolalardagi nevroz bilan ming afsuski murojaat qilishadi va undan ham muhimi bolasida nevroz ketayotganligini hattoki bilishmaydi. Misol uchun bolada nevrozni biz tashqi tarafdan qaysi klinik belgilarga qarab qo'yamiz? Yaxshi ovqat yemaslik, bola yaxshi uxlamaslik, tungi siyib qo'yish, ya'ni nochnoy inorez yoki bo'lmasam anonizm yoki bo'lmasam haddan ziyod shiralarga o'ch bo'lishi yoki bo'lmasa akasi ukasini urishi, ukasi akasini urishi, oddiy magazinga kirganda ham bola o'yinchog'i bo'lib turgan narsani ham qayta olishi. Ya'niki biz mana shu tashqi klinikalarni ko'ramiz va bolalarda nevroz ketayotganini diagnoz qo'yamiz. Ming afsuski onalar agar shunday diagnozni qo'yib, ularga bu kasallik haqida tanishtirganimizda birinchi qiladigan belgilari nevroz bu ruhiy holatni buzilishi deb. Ming afsuski farzandlarida nevroz ketayotganini bilishmaydi va biz bular haqida onalarga tushuncha berganimizda ular hayron qolishadi. Ya'ni birinchi ularni gapi inkor qilish bo'ladi. Biz tanadagi klinik belgilarni ko'ramiz mutaxassis sifatida va sizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Aynan mana shu kasalliklarni bolalarda ming afsuski kichik yoshdagi bolalarda, avvallari bu o'smirlik yoshidagi bolalarda ko'proq kuzatilgan, lekin 3-4 yoshli bolalarda bunday kasalliklarni juda ham ko'payishi, kasalliklarni yosharayotganligi mutaxassis sifatida meni juda ham bir o'ylantirib qo'yadi va savolim shundan iboratki, onalar bilan bog'liqlik joyi, aynan ruhiyat bilan bog'liqlik joyini sizdan eshitmoqchiman. Xo'p, to'g'ri aytdingiz. Nevroz kasalliklarini belgilarini mana sanab o'tdingiz. Nevroz qanday kelib chiqadi? Ya'ni nevroz negizi nimaga borib taqaladi? Shular haqida gaplashamiz. Nevroz o'zi bu qanday kasallik? Nevroz bu bolachalarning xohish va mayl istaklariga taqiqlar qo'yilganda, bosim bo'lganda va ota-onani bolaga qo'yadigan kuchli taqiqlari, ota-ona tarafdan bolaga nisbatan zo'ravonliklar, mumkin emas bo'lgan holatlar, ya'ni bolani yoshida o'zini yoshiga mos erkinlik bermasligi, ko'p cheklovlar qo'yilishi va ota-ona tarafdan qattiqqo'llik bolalarni nevrozga olib keladi. Bu qanday sodir bo'ladi? Mana tasavvur qiling, bolalar juda ham tug'ilganida ular birinchidan gapirmaydi, so'zlar orqali so'zlarni yetkazib berisha olmaydi. Bolalar ko'p o'ylamaydi, hech narsani o'ylamaydi. Ularni qaynonasi yoki turmush o'rtog'i yoki ertalabdan kechgacha o'ylaydigan, qiladigan ishlari, planlari bo'lmagandan keyin bolada ichki quvvat juda ham kuchli bo'ladi. Ya'ni bola sakraydi, dumalaydi, yig'laydi. Ya'ni ularni quvvati juda ham kuchli bo'lishini sababi ular quvvatni nimalarnidir o'ylashga sarflamaydi. Endi bu quvvatni bola qanday qilib chiqarishi mumkin? Bola yuguradi, to'polon qiladi, sakraydi, nimandir turtib yuboradi, nimandir sindirib yuboradi. Ana o'sha paytda bu quvvat ularni ichiga bostiriladigan bo'lsa, ana o'sha holat, ya'ni bosim bolani nevrozga olib keladi. Ya'ni bolaga erkinlik, bolaga o'zini quvvatini sarflab chiqarib olmasa, demak quvvat ichkariga bosilganda, ya'ni mayllar, ya'ni xohishlar, xohish istaklar bolada bosim berilganda nevrozga aylanadi. Ya'ni bola bu quvvatni chiqarmagandan keyin, uni ichiga bostirgandan keyin bolalarimizda uyqusizlik, shirinlik ko'p yeyishi, ya'ni ular ichidagi o'zini quvvatini boshqa narsalarga sublimatsiya qilishni boshlashadi. Qachonki bolalarda o'zini yoshiga nisbatan
erkin qo'yiladigan bo'lsa, bolalar tug'ilganda o'zi sog'lom tug'ilishadi. Agar bolalarga faqat tashqaridan ona o'zini mas'uliyatini, bolaga nisbatan mas'uliyatini olib, ularni faqat g'amxo'rlik qilib turib mehr bersa, mana bolaga nima kerak? Bolaga tarbiya qilayotganimizda, bolaga biz taqiqlar qo'yayotganimizda, mumkin emas narsalarni o'rgatayotganimizda, o'zi aslida biz tarbiya beryapmiz deb o'ylaymiz. Biz tarbiya bermayapmiz, bolani buzyapmiz. Bola o'zi tabiatdan sog'lom, fitrati sog'lom tug'ilganda, bola tug'ilganda unga podshohlardek, prinsessalardek munosabat qiladigan bo'lsak, 0 yoshdan 7 yoshgacha yashab berish kerak bo'lgan emotsional holatlarda yig'laydimi, qaysarlik qiladimi, injiqlik qiladimi, erkalanadimi, sakraydimi, ya'ni emotsional holatini yashashga ruxsat beradigan bo'lsak, bunday bolalar erkin bolalar bo'lsa, o'zi nevroz erkinmaslik, ya'ni bolani erkinligini cheklovi, ya'ni bosim va zo'ravonlik, bolalarga nisbatan zo'ravonlik qilish bu nevrozga olib keladi. Ya'ni ota-onani bir-biriga nosog'lom munosabati, uydagi baqir-chaqirlar ham bolani mana shunday nevroz kasalliklariga, ana undan keyin nevroz bu tirnoq tishlashi, tungi enurizlar, anonizm, keyin onalarda xavotir paydo bo'ladi. Nimaga bu kichkina bo'lib turib bu jinsiy munosabatlarni bu qayerdan ko'rdi, bu qanaqa qilib bu narsalarni qilyapti deb tushunmaydi. Lekin bola o'sha bostirilgan o'zini ichki quvvatini shu narsalar orqali chiqaradi. Ya'ni onadan bolaga yetishmaslik, e'tibor, mehr va judayam qattiqqo'l onalarning farzandlari nevroz bo'lishadi. Aynan o'sha qattiqqo'l onalar ham mehribon muhitda qattiqqo'lga aylanishmaydi-ku. Aynan o'sha onalar mehribon muhitda, erini mehribonlik munosabatida, qaynonasini mehribonlik munosabatida qattiqqo'l ayollarga, qattiqqo'l onalarga aylanishmaydi. Men juda ko'p holatlarni ko'raman. Avvallari hali aytganimdek, kichik yoshdagi bolalarda, ya'ni erta tug'ilgandan erta yoshli bolalarda bu holatlar bo'lmas edi. Bolalarni qo'shimcha ovqatlarga o'tkazganimizda biz qiynalmas edik. Biz hozir bolalarni, ya'niki oylik davrida, masalan 7 oylik, 8 oylikdan qo'shimcha ovqatlarga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma bo'lganda juda qiynalamiz. Bolalar yeyishmaydi, inkor qilishadi. Demak, oldinlar 5-6 yoshdan yemay qo'yishardi. O'sha har xil boladagi o'zgarishlar sabab. Va hozir bular sani yosharishi aynan balki homiladorlik davri, yangi kelin bo'lib tushgan muhitning o'zgarishi bilan ham bog'liq bo'lish ehtimoli bormi? Albatta, onani homila olib yurganda, qornida homila olib yurganda, uni emotsional holati bolaga 100% ta'sir qiladi. Chunki onani xotirjam emasligi, nimadandir har doim xavotirda bo'lishi yoki asabiyligi yoki uni tushkun kayfiyati bolani, onani qornidaligidan bolaga ta'sir qiladi. Ya'ni o'zingiz bilasiz, neonatal davrida, qorin paytida onani har bitta holati orqali bola shakllanadi, ya'ni rivojlanadi. Mana bizga shifokorlar har doim homilador ayollarga nima deyishadi? O'zingizni asrang deyishadi. Tushkun kayfiyatda bo'lmang deyishadi, lekin bizning onalarimiz bu narsaga ahamiyat berishmaydi. Ya'ni fundament onani qornidan boshlanyapti. Ya'ni o'sha tug'ruqdan keyin onani biz nimaga, mana vrachlar, ya'ni shifokorlar homiladorlik vaqtingiz qanday o'tgan deymiz. Mana kasallikni eshitib biz qayerga boramiz? Ya'ni tug'ruq payti qanday o'tgan? Ya'ni homiladorlik paytidan tug'ruq paytini 6 yosh, 7 yosh bolasini olib kelsa ham biz anamneza qilayotganimizda, ya'ni onani homiladorlik payti va tug'ruq paytiga ko'proq nima beramiz? Urg'u beramiz. Demak, onani o'sha homilador paytida qornida olib yurgandan emotsional holat ta'sir qiladi. Xo'p, mayli ta'sir qilishini bildi mana onalar. Buning uchun nima qilish kerak? Ayol agar hayotimiz o'zi shundan iborat. Ya'ni bizda hayotimizda har doim bizani o'zimizni emotsiyamizni boshqara olmaydigan holatlar, vaziyatlar bo'ladi. Buni inkor qila olmaymiz. Lekin onani homilador paytidan hamda tug'ilgandan keyingi holatdagi bolalar bilan qanday munosabat qilish haqida onalarda ilm yo'q. Ya'ni agar onalarda tug'ilganda bolani har bitta krizis davri necha yoshdan boshlanadi? Misol uchun tug'ilgandan keyin 40 kun chillalikda qanaqa munosabat qilish kerak? 3 yoshdan 6 yoshgacha, 3 yoshda bolani o'zini ya'ni shaxs sifatida alohidalanadi. Ya'ni o'zini shaxsiyatini taniyotgan paytda bola 3 yoshgacha o'zini ya'sini bilmaydi. O'shaning uchun urishsa ham, baqirsa ham,
turtvorsa ham onalar bolasi yopishaveradi. Keyin 3 yoshdan keyin hamma narsani o'zim qilaman deydi. Demak, bolani 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan davri, 9 yoshgacha bo'lgan davri, keyin o'smir davri. Demak, har bitta davrida alohida bolalarni emotsional ruhiy holatini haqidagi ilmlar bor. Bu haqidagi ilm bo'lmagandan keyin onalar o'zini og'riqlari bilan, ya'ni bola ona necha yoshda o'zi onasidan qanday tarbiya olgan bo'lsa, qanday og'riqlar olgan bo'lsa, qanday baqiriqlar olgan bo'lsa, boshqasini bilmaymiz, qanday qilishni bilmaymiz. Biz faqat ko'rganlarimiz, his qilganlarimiz, eshitganlarimiz bo'yicha bolani tarbiya qilamiz. Men bolalarimni urmayman, bolalarimga yaxshi onaman, bo'laman degan saringiz ahamiyat beradigan bo'lsangiz, kuchingiz yetgancha yaxshi bo'lishga harakat qilasiz. 100 ta qilgan yaxshiligingizni bitta baqirig'ingiz bilan hammasini tugatasiz. Demak, onalarimizga albatta o'zlariga bu ilmlar kerak. Ona bu narsani anglab tursa, tushunib tursa, bolani katta qilish juda ham oson. Lekin tushunmasa, bolani katta qilish, bu mas'uliyatni olish, biz har doim voy tezroq chiqib olsin, tezroq maktabga chiqib olsin, tezroq bog'chaga chiqib olsin, voy 7 yosh qilib oling, shu bilan qarasangiz, bolangizni katta qilib qo'yganingizni bilmaysiz. Lekin bolani eng kerakli davrida biza o'sha davrlardan qanaqa o'tishni bilmaymizda. 15-16 yoshda keyin bolani o'zgartirmoqchi bo'lishadi, bolani to'g'irlamoqchi bo'lishadi, bolalardan shikoyat qilishadi. Nimaga endi shuni kimga o'xshadi ekan deyishadi, bolani to'g'irlamoqchi bo'lishadi. Bola o'zi sog'lom tug'iladi. Onani emotsional holatiga qarab turib, bola shakllanadi. Demak, bolani neyronlari faqat kopirovать qiladi. Ona qanchalar, hattoki onani asabiyligi, boladagi miyadagi neyronlarning shakllanmasligi, bolani o'ziga bo'lgan bahosi pastligi, ya'ni bolani maktabda yaxshi o'qimasligi, o'qituvchilarni hattoki ichatga qattiq qo'liga bergin deyshadi. Afsuski, qattiq qo'l o'qituvchilarda bola nevroz bo'ladi. Mana men yaqinda bitta reels ko'rib qoldim. Bir o'qituvchi ayol chiqib, mana men bolamga nechtadir medal oladi, mani bolam 11-sinfda o'zini ishi bo'ladi, mani bolam televizor ortiqcha ko'rmaydi, mani bolam mana shunaqa bo'ladi deb, ya'ni narsiss ona bolani bolaligini o'g'irlayapti. Ya'ni bola bolaligida emotsional holatini yashamasa, bolaligidagi erkinligini qilmasa, katta bo'lganda asabiy, nevroz, allergik kasalliklari, ming xil kasalliklar, demak, bolani ruhiy bola bilan birga o'sadi. Demak, shu kasalliklar ham bola bilan tengma-teng katta bo'lishadi. Va har qanday mana kichkina bolani boshqarish oson bo'lganda, kasalliklarni ham qancha boshida aniqlasak, qancha erta aniqlasak, uni davolash oson, uni boshqarish oson. Aynan xuddi shunday kasalliklar qancha katta bo'lgan bo'lsa, uni davolash qiyin, uni boshqarish xuddi shunday bola kabi, inson kabi qiyin. To'g'rimi? Va bitta savol bermoqchiman. Meni ko'rigimga, masalan, bir vaqtning o'zida 3 ta 4 ta bolali ayollar kelishadi va chetdan kuzatib turaman. Bu kasbim bilan bog'liqlik joyi bo'lgani uchun kuzatib turganimda chaqalog'iga qilgan muomalasini 17 yosh bolasiga ham qiladi. Ya'niki kichkina bolasi 3-4 yoshli bolasiga, 7-8 yoshli bolasiga qilgan muomalasini, siltashini hech narsani hali tushunmagan 2 yosh, 3 yoshli bolasiga ham, 17 yosh bolasiga ham bir xil muomala qiladi. Va bilasizmi, eng qizig'i nima bo'ladi? Mana shu yerda kasalliklar ham bir xil bolalar. Tashxislar ham bu faqat meni tashqi klinik belgilarimga emas, balki bu chuqur tahlillar, qon tahlillari, instrumental diagnostikadan keyin qo'yiladigan diagnozlar ham bir xil. Sababi muhit bir xil. Muhitni yaratuvchilari bir xil va muhitda o'sayotganlar ham bir xil. Shu joyda men shaxsan o'zim sizni o'quvchingiz sifatida, ya'ni sizda bilim olgan talaba sifatida savolim. Ayollar bir marta ustozga borishadi va bir marta olib men bilimni oldim deb shu bilimlar bilan cheklanib qolishadi. Shu joyda aynan bir nechta farzand o'stirayotgan onalarga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? Biza bilim olayotganimizda, ilm olayotganimizda mana o'zingiz guvohi bo'lasiz, ya'ni uydagi muhit, onani bolaga qilayotgan munosabati, albatta bolalardagi nosog'lomliklar, kasalliklar, mana shunday diagnozlar keyin yugurib qolishadi.
biz onalar bolalarga to'g'riligicha bermayotgan mehrimizni va e'tiborimizni baribir bolalarga noto'g'riligicha beramiz. Noto'g'riligicha degani nima degani? Ularni olib borasiz, kuningiz ular bilan o'tadi, birga shifokor ko'rigida o'tirasiz, o'chirtlarda o'tirganingizda bolangizni tizzangizga olasiz, ularni bag'ringizga olasiz, yoningizda to'polon qilmasligi uchun. Keyin ko'rikda kirganingizda kirib birga qaytayotganingizda balki nimadirlar yeyishingiz mumkin birga, lekin o'sha kuni siz vrach ko'rigiga kunni birga o'tkazdingiz, birga borib keldingiz, qon tahlillarini topshirdingiz. Agar qanaqadir bolangizda nosog'lomlik ketayotgan bo'lsa, o'sha kuni siz kun bo'yi uni issig'ini o'lchash bilan olib edingiz, kapelnitsasida qo'lini ushlab, boshini silab o'tiruvdingiz. Demak, biz onalik vazifasini to'g'riligicha qila olmasak, nimaga to'g'riligicha qila olmaymiz? Biz ilm olyapmiz-da, bu ilmimizni, ya'ni amalga ko'chira olmaganimizdan keyin biz bu ilmlarni kimgadir o'rgatishga shoshib ketyapmiz va bu ilmlar qachonki amalga ko'chadigan bo'lsa, bolalarga bo'lgan munosabatimiz o'zgaradi. Demak, ona o'zini onalik qilishga vaqtini ayaganda bizda balans bo'lishi uchun bolalarimiz kasal bo'lib berishadi. Ya'ni bolalarda shunaqa kasalliklar rivojlanishni boshlaydiki, ona hamma o'sha bolaga to'g'riligicha e'tibor bermaganini, ya'ni noto'g'riligicha qarab, kechqurun enuringiz bo'lsa turib, ketini almashtirib, u bilan suhbatlashib, lekin u suhbat urush bo'ladi. E'tiboringiz demak vrachlarni ko'rigida bo'ladi. Bolangizga ajratgan kuningiz uni kasalligida tepada o'tirib chiqish, hattoki ular bilan 5 minut suhbatlashish o'rniga 5 minutini ular bilan dori ichirish bilan ovora bo'lasiz. Sog'lom, xotirjam onalarni farzandlari sog'lom va xotirjam bo'lishadi. Buni necha marta o'zimni tajribamda ko'rganman. Shaxsan men o'zimda ham bo'lgan. 4-homiladorligimda, 3-4 homiladorligimda birinchi, ikkinchi homiladorligimga nisbatan umuman boshqacha bo'lgan. O'zim ham bosim ostida bo'lganman. Birinchi kelinman oilada. Eng erka qiz ya'niki mana qaynonam juda ham erka ayol bo'lganlar, erka qiz, erka turmush o'rtog'i bo'lganlar va shu erkaligini menga ham qilishga majbur bo'lganlar. Ya'niki ular ongsiz menga qilishgan. Men boshqacha muhitda katta bo'lganman. Men juda ham mehribon onani qo'lida katta bo'lganman va mehribon onadan 10 yoshimda ajralganman. Onasiz qolib ketganman va men ham mehrsizlik hududida qaysidir vaqt bo'lganman, aynan o'smirlik davri. Lekin bilasizmi nima? Men bolalarimni juda ham mehribon. Buni faqat so'zim bilan emas, buni juda ko'p meni kuzatadiganlar bilishadi. Har doim kulib turishadi. Ya'niki shunaqa holatlar bo'lgan. Aynan mehrsizlik hududida katta farzandimda ichimga yuturgan sabr qilish kerak, shunaqa bo'lish kerak, bo'lmasam ajrashib ketaman degan qo'rquvlar, bo'lmasam qolib ketaman degan qo'rquvlarni ichida ko'p emotsiyalarim ichimga yutib, ko'p tomoq og'rib, ko'p burni oqib, ko'p yo'tal holatlar, bunga qo'shimcha haligi erkatoyliklarni ko'tarishim, bolamni erkatoyligi qolib, bolamga mehr berishim qolib, qaynonam erkatoyliklari, qaynonamga mehr berishim kerak bo'lgan. Talab kuchli bo'lgan. Bunday bo'lmasa, turmush o'rtog'im tarafdan asallaridan, shakarlaridan bo'lgan. Qachondir jonimga teggan bu narsalar. Qachondir jonimga teggan va o'zimning farzandimda ham inuriz holati bo'lgan. Men ichimga yuturganimdan men bolalarimga har doim mehribon ona bo'lganman, ya'niki bolani urish ham shart emas ekan. Inuriz bo'lishi uchun yoki bo'lmasam bolani tinimsiz yo'talishi uchun bolaga baqirishingiz ham shart emas ekan. Yoki oddiy shu emotsiyalaringizni ichingizga yutib berishingiz o'zi ham bola 13-14 yoshgacha onani hududida bo'ladi, onani ichki holatini ko'rsatib beraverar ekan. Uxlamaslik, kechasi bilan uni ko'tarib chiqish, ko'targanda ham tinchimaslik holatlari juda ham ko'p bo'lgan va shu inuriz degan joyini olib tashlang. Chunki endi bo'lishi mumkin-da, bolalarim sinfdoshlari ko'rishi mumkin. Inuriz degan joyini olib tashlang. Qisqasi shunaqa bo'lganki, farzandimda, ikkita katta farzandimda, ikkinchi farzandimdan ham ko'ra eng katta farzandimda juda ta'zirimni yeganman. Aylanib kelib qolganman ilm olishga. Qarayapman, ilm olyapman nechidir yoshigacha. Yana nechidir yoshigacha u ilmlarimni to'g'rilashim kerak bo'lgan. Kamlik qilgan. Bolam 5 yoshigacha olgan ilmim 5 yoshdan 6 yosh, 8 yoshgacha yetganda, keyin uni yana ham to'ldirishim kerak bo'lgan. Keyin 9 yosh, 10 yoshida u ilmlar o'zi yana yordam bermagan. Yana ham olishim kerak bo'lgan. Keyin tushunsam, siz bola tarbiyalayotgan paytda agar o'zingizning ilmingiz yetishmasa, siz ilm olishingiz kerak ekan. Etapma-etap.
xuddi bir xil dori kasalliklarda biza beramiz dozasini oshirib ilmni ham miqdorini sifatini bolani o'sha jinsiga qarab oshirish kerak ekan va man buni nimada bildim 3-homiladorligim kichkina o'g'limda bildim va 4-homiladorligimda qizimda. Man hozir tanadagi o'zgarishlar, ya'ni ortiqcha vaznlar bo'lib ketgan, nafaqat bolalarimdagi muammolar, o'zimda ortiqcha vazn, o'zim 50 yoshli ayolga aylanib qoldimda. Bu hammasi nimadan kelib chiqqan? Ilmsizlikdan. Kimga qanaqa podxod qilishni bilmaganman. Ya'niki hurmatsizlik qilmasdan, o'zimni o'rnimni yo'qotmasdan kimga qanaqa muomala qilishni, qaynonamga, turmush o'rtog'imga, qaynimga, farzandlarimga qanaqa muomala qilishni bilmaganman. Hammasiga faqat ilm orqali bolalarimni yoshiga qarab qildim va qarangki, hozir 7 yoshli qizalog'im bor. Umuman bola katta qilib 7 oylik qiyinchilik nima ko'rganim yo'q. Bolam sezon payti kasal bo'ldi. Lekin katta o'g'illarimda, men ikkita o'g'illarimda bilaman, bolam sezon bo'lmaganda ham burun to'xtamagan, yo'tal to'xtamagan. O'zim ishib ketaverardim. Ana ichimda yiqqanman. Demak, bolaga baqirish ham shart emas. Aytishadi, men masalan bolamni urmayman, ushmayman deydigan ayollar bo'lishi mumkin. Biz shu ongdamizmi? Biz bola bizlarni vibratsiyamizdami? Shu narsalarni ilm orqali tushunganim sari yashashim osonroq, rivojlanishim osonroq. Hattoki menda juda kuchli qarshiliklar bo'lgan. Aynan tibbiyot sohasida har kuni ilm olishingiz kerak, olgan ilmingizni patsient ko'rib mustahkamlashingiz kerak va interpretatsiya qilish kerak, diagnozlarni o'qish. Birinchi bolalarim bilan rivojlana olmaganman, ikkinchi bolalar, birinchi, ikkinchi, to'rtinchi, uchinchi, to'rtinchi, to'rtta bola bilan nafaqat hozir rivojlanish, balki haligi aytganimdek hamma bilan o'zini darajasida gaplashish. Hech kim mendan xafa emas, men ham hech kimdan xafa emasman. Va hozir ham mana shu yerga kelishimdan oldin ham garmoniya kursida o'qiyapman-ku. Eshitib kelyapman, chunki ovqat qilayotgan paytim ham qo'yib eshitaman. Даже buni auditoriyam ham bilishadi. Nimadir esimdan chiqib ketsa, qaysidir darajada birinchi darslarni o'qisam yana boshqacha tushunaman. Da. Chunki busiz bo'lmas ekan baribir. Faqat o'zim ham ko'rganman-da, mana Fayzullohga faqat men bilmaydigan dori turi yo'q. Men o'qimagan, men rossiyskiy shkolani pitaniya bo'yicha ham o'qimagan joyim qolmadi bolalarim uchun. Faqat dori berish bilan tuzatib bo'lmas ekan. Bitta achomlashingizni o'zi fabrikalarda, zavodlarda tayyorlaydigan million dorilarga qiymati yo'q ekanda, shunchalik bebaho ekan. Hozir qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin? Qanaqa bunaqa mana u yoqda bu yoqda ko'chalarda yurganimizda ham, basseynlarga borgan, ITlarga borganda ham onalar kelib so'rashadi. Hayotda ham farzandlaringiz Instagramda qanday bo'lsa, hayotda ham shunday. Qanaqa bunday qilib? Faqat ilm orqali deyman. Ilm orqali. Bizda faqat oshqozon borda bolalarni. Nega? Oshqozonni o'ylashadi. Bozorga borganda faqat bolalarga olma, tuxum, go'sht olib nima bo'ladi? Oshqozonni o'ylashadi. Aslida ularda oshqozondan oldin teparoqda, kattaroq hajmda mehr qozoni borligini. Hislari bor bolalar. Mehr qozoni ochligidan balki o'ylayman ko'p kasalliklar bugungi kunda kamayishi o'rniga shuncha rivojlanayotgan, shuncha aptekalar ko'p davrda rivojlanish ko'payapti-ku, kasalliklar asoratli davr ko'payapti-ki, ular yo'qolmayapti. Demak, asosiy muammolar borda hal qilinmayotgan. Keling, ilm deganda qanaqa tushunishmayotgan bo'lishi mumkin. Qanaqa ilm olish kerak ayollar? Qaysi ilmmi? Bolalar haqidagi ilmmi? Biz qanchalar bolalar haqidagi ilmni o'rganganimiz sari, misol uchun bolalar haqida kitob o'qishingiz mumkin. Bolalar haqida qanaqadir kurs sotib olishingiz mumkin. Bu yetarli bo'ladimi? Aslida ilmni siz o'zingizni, ya'ni emotsional holatingizni to'g'rilashingiz uchun, o'zingizni xotirjamligingiz, o'zingizni turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingiz, o'zingizni hayot darsligingiz, ya'ni har bitta sizga berilayotgan vaziyatlardan aybdorlarsiz xulosa olishni o'rganganingizda, ya'ni sizni holatingiz tinchlangandan keyin, siz xotirjam ona bo'lganingizdan keyin bu narsalarda bizda aks neyronlar ishlaydi. Inson zotida har doim aks neyronlar ishlaydi. Misol uchun, qanaqa qilib meni holatim bolalarga ta'sir qiladi deb hattoki tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin. Bitta misol bilan tushuntirib beraman. Agar har kuni uyingizda har kuni bitta
bitta qo'lingizni mana shunaqa qilib gapiradigan bo'lsangiz, bolalaringizni kuzating, bolalarida aks neyron ishlaydi. Ya'ni bolalar ukasiga gapirayotganda mana bunaqa qilib gapiradi. Yoki mana bunaqa ko'p ishlatsangiz bolalaringizga unaqa mumkin emas, neza, mana bunaqa qiladigan bo'lsangiz, bu aks neyron. Hattoki bizni harakatlarimizni bolalar kopiya qiladi. Demak, bizni harakatlarimizni bolalar kopiya qilyaptimi? Bizni emotsional holatimiz, ya'ni aks ettiruvchi neyronlarimiz bor. O'zingizni bitta kuzating, har kuni eshitayotgan insoningiz yoki ustoz shogirdni kuzatsangiz, ustozni shogirdi bir-biriga o'xshab ketadi. Yoki siz borayotgan ustozingizni kuzating, siz o'shani ro'mollarini qanday urashi, qanday misol uchun kiyinishi, demak bilmagan holatda aks neyronlari shunaqa ro'mol urashga yoki shunaqa prichoskalar qilishga o'tasiz. Demak, bolalarda ham bizning aks neyronlarimiz ishlaydi. Ya'ni meni jahldorligim, meni xafaligim, meni ichimga nimadir yutganim, meni yonimda yurgani uchun bolalarda bu narsani ular chaqaloq bo'lsa ham his qilishadi. Ona asabiy, bolaga e'tiborsiz, asabiy va e'tiborsizligini bolalar biz gapirmaymiz, bolalarga baqirmaymiz, aytsa urishmaydi. Bolalarimni umuman urishmaganman, lekin ichimda yutgan og'riqlarimdan bolalarim bu narsani o'zida aks ettirib berishgan. Ya'ni meni внутренний ichki holatim bolalarimda shundoq namoyon bo'ladi. Qachonki onalarning ichidagi og'riqlari, onalarni xotirjamsizligiga ketgandan keyin qarasangiz sog'lom bolalarni o'stirayotgan bo'lishingiz mumkin. Demak, ko'p kasalliklarimizni boshlanishi bu bolani ham emotsional holati, sizni ham emotsional holatingiz. Agar kechqurun kuzating, agar bola kechqurun xafa bo'lib uxlasa, kechqurun xafa bo'lib uxlasa, ertalabgacha bolani xafaligi uni holatiga, ya'ni hujayralariga ta'sir qiladi. Va bola o'sha настроение, hech qachon bola yig'lagan holatda, arazlagan holatda, bola xursand holatda, davolni holatda uxlash kerak. Agar ahamiyat bering, bolalaringizni 30 kun, 40 kun nimadandir xursand, davolni, xotirjam uxlaganini ko'rsangiz, 40 kun ko'rsa, anaqa kuzating, bolalaringizda juda ham katta sog'lig'ida o'zgarish bo'ladi. Men hattoki shu narsani kuzatganman. Bolalarni aytganini qilgandan keyin, mana bolalarim aytganini qilganman. Buning uchun albatta to'g'ri yo'nalish bergan bo'lish kerak va to'g'ri namuna ham bo'lgan bo'lish kerak. Bolalarim so'zsiz men aytganimni qiladi. Men hech qachon men buni urush janjal bilan men buni qilish kerak degan narsani tushuntirmayman. Chunki bolalarim ko'proq men bilan. Xo'jayinim ertalabdan kechgacha ishda bo'ladi-da. Juda ham kechqurun holatda, shanba yakshanba ko'rish mumkin, lekin bolalarim juda kam holatda ko'rishadi. Va men masalan yo'q erim qilish kerak, yo'q qaynonam qilib berish kerak degan narsa bo'lmagan menda. Shu narsa bo'lmagan. Va men bolalarim nimaga men aytganimni qilganini sezib qolganman. Men ularni aytganimni qilganimda. O'shaning uchun ya'ni aks etib berishyapti. Men qanchalik ularga согласна bo'lsam, agar menga ularni hozirgi hayotiga to'g'ri kelmaydigan narsalarni tushunchalar bilan, ularning tushunchalari orqali singdirib ko'rsatib berganim sari, ular ham masalan men qanday xohlayman, ilm olishini xohlayman, sport bilan zanimatsiya, orcha vaqtini telefonligi yo'q, televizorda zanimatsiya qilmasligini xohlayman. Xuddi shunday. Va eng qizig'ini aytaman, hattoki meni hayotimni o'zgarishida ham bolalarim o'rni katta. Biz ba'zan bolalarni kasalliklarini bo'lishi mumkin, shunaqa holatlar bo'lmagan narsa. Aytishga oson deb. Shunaqa holatlar bo'lgan, farzandlarim yo'q, unday emas, bunday qiling. Bunday kiymang, bunday qiling-da. Eshitishni ham o'rganishimiz kerak. Ba'zan biz o'zimizni eshitmaymiz, ichki tuyg'ularimizni qabul qilmaymiz, har doim inkor qilamiz. Yo'q, men bilan bunday bo'lishi mumkin emas. Lekin qanchalik ularni eshitganim sari, ularga quloq solganim sari hali bolalar beg'uborki, aldashni bilmaydi. O'zi biz nima qilishimiz kerakligini ular doim ko'rsatadi. Kasalliklari bo'lsin, uxoq bo'lsin, oddiy bizaga o'sha ularga yoqmaydigan narsalar bo'lsin. Shu bitta narsa qabul qilish va yetmaydigan joyga ilm orqali teparoqqa chiqish. Biz qachon pastda bo'lsak, u hamma narsada sog'lik bilan bog'liq, o'sha meditsina bilan bog'liq. Qancha kam narsa bo'lsak, shuncha kasalliklarni davolay olmaymiz-ku. Ilmda ham shunaqa ekan. Shu aytganimdek, biz mana bu ikkita butun, xuddi qarsak ikki qo'ldan chiqmaydi deganday, bitta qo'ldan chiqmaydi deganday, ruh bilan tana baribir bir-biri bilan bog'liq. Lekin tanani ming davolaylik hech qachon ruhiyat bilan birga ishlamasak ekan, xoh u bolani holati bo'lsin, albatta ona yordamga kelish kerak ekan. Davolab bo'lmas ekan. Bu bilan bilasizmi nima? Hech kim hech narsa yo'qotmaydi. Aynan o'sha oilaning muammosi chuqurlashadi,
ona o'z farzandini sog'ligidagi qadrli narsasini, ya'niki vaqtini yo'qotar ekan. Va yana aytaman, kasalliklar qancha kattalashsa, mana bolani chaqaloqligidan boshlangan kasalliklar bola o'sganda, bola bilan teng o'ssa, uni boshqarish juda qiyin bo'lar ekan. Ular boshqarilmay qolar ekan. Mana men bolalarimni aytganini qilaman, ular menga qaytib aytganimni qiladi deyapsiz. Lekin ko'p onalar, agar men bolalarimni aytganimni qilaman degan bo'lsam, ular nimalar xohlashmaydi, ular meni boshimga chiqib ketadi. Voy, ularni erkalatish kerak emas, yaxshilab do'pposlab urish kerak. Ursa joyiga tushadi deb qaynonam aytadi yoki ozgina to'polon qilsa, ur, yaxshilab ur, onasi ursa hech narsa qilmaydi deyshadi. Yoki qaynona qaynatalarni o'zi urishadi. Ha, qaynota uradi, kelin hayo qiladi, ya'ni endi qaynonasiga qarshi chiqa olmaydi. Shunaqa holatlar juda ham ko'p bizani oilalarimizda. Ya'ni bolani urish orqali uni ichki, ya'ni quvvat, bolada quvvat bor, bolada sizda yo'q quvvat bor. O'shaning uchun ozgina jim o'tirsang, voy, sani o'rningda bo'lganda uxlardim, namcha to'polon qilaverasan. Ya'ni biza bolalarni aytganini qilsak, go'yoki ular bizni boshimizga chiqadi. Ana endi bola o'zini yoshida bolaligini qilmasa, ya'ni emotsional holatini, ya'ni hislarini chiqarib yashamasa, yig'lagisi kelganda yig'lamasa, misol uchun xafa bo'lganda xafa bo'lib berishi, nimadandir arazlashi, bu o'zi aslida bolalarni o'sha hislarini yashab berishga onalar qo'ymaydi. Endi yashalmagan hislar bizani ichki organlarimizga juda ham katta ta'sir qiladi. Murojaat qilishsa kerak, hamma endokrinologga bordim, pediatrga bordim deyshadi. Endi aytishdiki, psixologga olib kelgin deyshadi-da. 8 yoshdan, 10 yoshdan spesifik yomon hid chiqadigan bolalar hozir juda ham ko'payib ketgan. Ana uni asl negiz sababini tushuntirib beraman. Agar bolangiz introvert bo'ladigan bo'lsa, o'zini ichiga kirib olgan bo'lsa, bu giperaktiv bolalardan ko'ra o'zini ichiga kirib ketgan, o'zini qobig'iga o'ralgan bolalarda juda ham ko'p uchraydi. Agar bundoq kuzatadigan bo'lsak, ulardan chiqayotgan hid bostirilgan sizdan olgan alamzadaligi. U bostirilgan alamzadan 8 yoshdan qiz boladan, 10 yoshdan o'g'il boladan shunaqa yomon ter hidi chiqyapti. Lekin hali u jinsiy o'zgarishlar, ya'ni o'zini gormonal yo'q, hali boshlanmasdan turib shunaqa hid chiqaryapti. U hid nimadan? Ya'ni bosim bor. Ota-ona tarafdan kuchli bosim bo'lgandan keyin bola o'zini hislarini ifoda eta olmagandan keyin his deganda yig'lash kerak bo'lgan joyda yig'lamaydi, yut ovozingni, o'chir ovozingni, qilg'iluvni qilib qo'yib jim o'tir endi deyiladi. Yoki fikrlarini ayta olmaydi, o'chir ovozingni, nimaga gap qaytarasan deydi. Ya'ni onalarda bolalarga nisbatan munosabatida ko'p kasalliklar, asli hamma kasalliklarni agar biz ko'rib chiqadigan bo'lsak, tagida bolalarning emotsional holati yotibdi. Demak, hop nima qilish kerak deyilganda, bolaga bolalik qilishga ruxsat berish kerak. Bolani bosimdan qo'yib yuborish kerak. Ya'ni bolalarga erkinlik, mas'uliyat birga berish kerak. Agar bu haqida ilmingiz bo'lmasa, albatta o'zingiz ustingiz ishlang, ilm oling. Agar bu haqida tushunchaga ega bo'lmasangiz, mana hozir juda ham ko'p YouTube'da ma'lumotlar bor. Hech bo'lmasa o'zingizga 30 minut vaqt ajrating. Bu nafaqat bolalaringiz uchun, aslida o'zingiz uchun ham juda ham katta foyda bo'ladi. Sizda напряженность, ya'ni sizda yengillik bo'lsa, sizda xavotir ketadigan bo'lsa, bolalarga u bosimni bermaysiz. Bolalarni o'sha xavotiringiz orqali bosim o'tkazmaysiz. Ya'ni qattiqqo'l ona bo'lmaysiz. Qattiqqo'l onalarni farzandlari haqiqatdan ham bosim ortida katta bo'lishadi. Ya'ni ular qobig'iga o'ralib olgan, har xil kasallik, nevroz, hamma qattiqqo'l onalarning bolasi hammasi nevroz. Hammasi. Nevrozda juda ham kichkina bolalarimizda hozirgi kunda nevroz ko'payib ketgan. Onalarga aytsak, onalar uchun biz yomon shifokorga aylanamiz yoki bo'lmasam, sababi hech kim xohlamaydi farzandi shu diagnozni eshitishni. Biz ularni to'g'ri tushunamiz. Hech kim xohlamaydi bolam nevroz ekan deyishga. Nimaga? Chunki biz baribir jamiyatning bir a'zosimiz. Bolam doktorga boruvdim, nima ekan nevroz deyishga uyalishadi. Lekin buni shunchaki qabul qilib, birinchi o'rinda odatlarni shakllantirish kerak, sog'lom odatlarni va sog'lom muhitlarni shakllantirgandan keyin bolada u diagnoz vaqt o'tib snimatsiya qilinadi. Ya'niki bolada qanchalik erta ishlansa, shunchalik erta bu davo topadi. Va bugungi kunda oxirgi o'tgan hafta ko'rigimda bo'lgan holat, onani o'zini boshqara olmagandan shifokorga nimaga kelishadi? Birinchidan ishongani uchun keladi va ishonganidan savollaringizga javob beradi. Ona menga shikoyat qildi, ikkita qiz farzandini olib kelgan,
judayam qo'llari ko'karib ketgan. Faqat hech kimga aytmang dedilar. Men patsentim haqida sirni oshkor qilmayapman. Onani so'zlarini aytyapman. Hech kimga aytmang. Bolamni ko'p urib qo'yaman. Va bolani men har doim ko'rishdan oldin ko'rikda albatta qiz bolalarni ham, o'g'il bolalarni ham yechintirib ko'raman. Yechintirib ko'rganimda shunchalik bolada kuchli qarshilik ketyapti. Yechintirib mana bunday silab bolani ko'ryapman, qo'rqyapti bola. Silab bolani sekin ishonch hosil qilib bemalol yotish uchun o'pkalarini eshitdim, og'iz bo'shlig'ini ko'rdim va tanasiga tegib bolani silab напряженный turibdi. Tegsam bola seskanyapti. Nega? Chunki oddiy tegishni u faqat urush orqali ko'rgan hayotda. Va buni ona o'z so'zlari bilan tasdiqlab beryapti. Shunaqa qiyin vaziyatlarki, xohlab turib bunday ayolga yordam bera olmasdik. Xohlaymiz bu bolani shu muhitdan qutqarishni, lekin u meni uyimda yashamaydi, u bizni klinikada yashamaydi. Biz u bilan kun davomida haftalab, oylab birga yashamaganimiz uchun hech qanday yordam bera olmaymiz. Faqat tavsiyadan boshqa. Bizni oldimizdan ketgandan keyin ona hali fikrlashini o'zgartirmagan, bu narsa yana davom etadi. Faqat bitta gap bilan hech kim hech narsani o'zgartira olmaydi. Hozir juda shunday vaziyatda siz onalarga qanday yo'l ko'rsatgan bo'lardingiz? Hozir haqiqatdan ham jamiyatimizda bolalariga zo'ravonlik qilayotgan onalar, hattoki o'gay otalarni qizlariga zo'ravonlik qilayotgan, ya'ni seksual og'riqlari juda ham ko'p, lekin bu masalalar ko'tarilmaydi. Bu masalalar yopiq, bu masala haqida gapirish mumkin emas, bu masalalarni hech kim ochiqmaydi. Lekin jamiyatimizda juda ham ko'p mana shunday zo'ravonlikka uchrayotgan bolalarimiz juda ham ko'p. Qo'shimcha qilib o'taman. O'z yaqinlari, tog'alari, o'z amakilari tarafidan yoki bo'lmasa o'z oilasidagi katta insonlar tarafidan kichkina qizlarni zo'ravonlikka uchrash haqida ham qo'shimcha qilib ketsangiz, chunki biz aynan o'sha bolalarni ko'rikda o'tkazganimda onalardan har doim ruxsat so'rayman, jinsiy sohalarni ham ko'rishimiz kerak, chunki bolalar yoshiga mos o'sayotgan aynan tuklari orqalida ularni jinsiy organlari rivojlanayotganligiga qarab biz aniqlaymiz, tashqi klinik belgilariga qarab. Va shunday payti bitta harakatlaridan biz mutaxassislar sezib olamiz va ming afsuski onalarga yotig'i bilan yengil tushuntirganimizda birinchi qiladigan narsa qabul qilmaydi, tan olmasliklar. Shunday vaziyatlarni ham tushuntirib o'tsangiz, chunki onalar bu narsani qabul qilmasliklarini o'zi bitta katta muammo. Xo'p, demak, bolani urib qo'yish, tanasiga og'ir jarohat yetkazish, bola demak bunda nafaqat biz onalarni ayblashimiz kerak. Onani ayblaganimiz bilan bu narsani tan olmaydi. Ikkinchidan, bola chiqib bu haqida hech kimga shikoyat qila olmaydi, chunki uyda biladi bu narsaga yana qayta uchrashish uchun. Ya'ni bolada bu narsa takrorlanmasligi uchun u borib kimgadir shikoyat qilishni bilmaydi. Aslida bunday holatlarda onani o'zini holati bilan ishlash kerak. Zo'ravonlik ko'rgan onalar albatta bolalariga zo'ravonlik qilishadi. Chunki ular boshqachasini bilishmaydi. Demak, ular ham qachonlardir tanasiga og'riq olgan. Bu og'riq ularni og'riq berishiga olib keladi. Chunki buni ular ongsiz qilishadi. Biz qanchalar onani ayblaganimiz sari u tan olmaydi. Demak, onalarni o'zini ruhiy holati bilan ishlamagunimizcha bu narsalar davom etaveradi. Chunki har safar bolasini urib qo'yganda o'ziga minglab va'dani berishadi. Men boshqa qo'limni ko'tarmayman deb inson o'ziga kelib qolganda ko'tarmasligi uchun o'ziga qancha va'da bergan sari ona yana bu narsani qayta va takrorlayveradi. Chunki onani ham o'ziga yarasha o'tmishida qandaydir zo'ravonliklar bo'lgan, o'tmishida onasidan olgan mana shunday og'riqlari bo'lgan. Bu og'riqlar unda ichida yutilgan va bu og'riqlar hali turibdi. Bu og'riqlarni chiqarish uchun ham bolalariga bu og'riqni berishadi. Agar onalar kaltak yegan bo'lsa ham bu og'riqni bolalariga bermaslik uchun juda ham katta quvvat sarflashadi, bolasini urib qo'ymaslik uchun. Lekin borib bu quvvatligi tugagandan keyin o'smir yoshiga, kichkinaligida urmaydi, o'smir yoshida yoki 17-18 yoshda "Men seni yoshligingda urmaganman, mana endi ko'rasan" deyshadi. Bir umr bolasini urmay, o'zini zo'rg'a ushlab kelgan onalar ham albatta bu zo'ravonligini baribir bilmagan holatda qilib qo'yishadi. Keyin yana juda ham ko'p uchraydigan
bizani oldimizga juda ham ko'p olib kelishadi. O'zimni tajribalarimda bunday qizchalar bilan ishlaymiz. Haqiqatdan zo'ravonlik bo'lgan tog'asi, zo'ravonlik bo'lgan o'zini o'z o'gay uyda yashayotgan otasi. Lekin afsuski bu zo'ravonligida ular yoshligida kelmaydi. Men hali o'zimni tajribamda ko'rmadimki, meni qizimni mana shunaqa tog'asi mana shunaqa qilib qo'ydi yoki kelmaydiki, meni tog'am yoki meni amakim yoki amakimni o'g'li yoki qo'shni mana shunday qildi deb kelmaydi. Ular yillar davomida bu og'riqlar bilan yashab 30-35 yosh, 40 yosh bu narsa bilan hech kim shikoyat qilib kelmaydi, chunki bu narsalar ko'miladi. Bu narsalarni aytsa, uni eshitadigan emotsional yaqin onalar yo'q. Mana misol uchun, agar uni hayotida shunday narsalar davom etayotgan bo'lishi mumkin. Onasi ishdaligida yoki qayergadir mehmonga tashlab ketganda yillar davomida davom etishi mumkin. Nima uchun bola bu narsani onasiga aytishga qo'rqadi? Nima uchun bu narsani kimgadir shikoyat qilishga qo'rqadi? Chunki bola onasiga nimadandir boshqa narsaga shikoyat qilganda, chunki onasi bilan arzimas masalalarda dakka eshitgan qizchalarimiz hech qachon borib, mani o'gay otam shunaqa qilyapti, oyi, meni qutqaring, meni tog'am shunday qilyapti yoki onasi bo'lmasa qo'shnidan yoki o'zini amakisidan mana shunaqa zo'ravonlik olgan qizchalar ham hech qachon bu narsani ko'mib tashlashadi, hech qachon ayta olishmaydi. Aytadigan qizchalar qanday turga kirishadi? Aytadigan qizchalar onasi bilan emotsional yaqin, ya'ni onasi ularni eshita oladigan, onasi tushunadigan va onasi bilan hech qanday o'rtasida qo'rquv, xavotir hissi yo'q bolachalar boradida onasiga, adasiga aytib berish mumkin. O'shaning uchun nima uchun muhim bola bilan onani o'rtasida emotsional yaqinlik, ya'ni hislarda bir-birini tushunish, ya'ni taktil teyinish nima uchun muhim? Agar ona bilan bolani o'rtasida, "Voy, men bolamni eshitaman, qayerda bitta eshitsangiz, bitta urishib berasiz." Onalar g'amxo'rlik bilan tarbiyani juda ham unutib qo'yishadi. Bolamga yaxshi ona bo'lyapman deb urishib, ta'zih ko'rsatib, bosim berib, bu bolam yaxshi bo'lsin deb ona urishadi. Lekin buni ortida bolasini o'zidan ayirayotganini tushunishmaydi. Demak, juda ham ko'p bolalarda shunday holat bor, lekin bolalar ochilmagan. Agar siz qandaydir bolangizni qo'rqoq bo'lib qolganini yoki o'qishi pasayib ketayotganini, ya'ni jamiyatdan uzilayotganini, ko'p odamlar, insonlar oldiga kirmayotganini, qo'rquv boshqa narsadan bo'layotganini, ko'zlari katta-katta ochib hadiklab, ya'ni nimadandir xavotir olayotganini, xonasidan ko'proq chiqmayotganini ko'rsangiz, albatta terapevt ko'rigiga olib borsangiz, mana psixiatrlar ham, ya'ni bolalar shifokorlari ham tanasini teginib ko'rinayotganda, ya'ni tanada reaksiya bo'ladi. Demak, bola bu narsani, ya'ni tana eslab qolgan. Tanada og'riq bormi? Tana, ya'ni qo'l tegilganda shu og'riqni his qilmasligi uchun, ya'ni himoyaga o'tadi. Qo'lini bundoq qilyaptimi, palpatsiya qilishga bermayaptimi? Demak, tana bilan bog'liq bo'lgan bolada og'riq bor, ya'ni travma bor. Qarshilik ham bo'ladi, juda kuchli. Onasini ham gapiga kirmaydida. Unda shu obraz takrorlanib qolgan-ku, o'sha tegilgan obraz takrorlanib qolgan. Himoya qiladi, tanasi himoya qiladi. Kuchli qarshilik bo'ladi va bunaqa paytda onalar bilmasligi mumkin, lekin biz bir emas, minglab, millionlab patsientlar ko'ramiz. Bittada biz bilamiz va sekin onasi bilan kelgan bo'lsa, onasiga tushuntirmoqchi bo'lsak, ming afsuski inkor qilishadi. Hattoki eshitishni ham xohlashmaydi, qabul qilishni ham xohlashmaydi. Chunki onalarda qo'rquv bor. Bizda bu narsalar bizani jamiyatimizda bekitib kelingan. Onalar uchun bu juda ham katta bir og'riq. Shuning uchun bolasini bu narsadan bilib qolgandan ko'ra buni ko'mib tashlagan afzalroq hisoblanadi. Lekin bu ko'mib tashlash bolani, ya'ni turmushga chiqadimi, u uylanadimi, juda ham hayotida salbiy oqibatlarga olib keladi, munosabatlarda. Men o'zim ko'rganman, shunaqa ayollar kelishgan va oxirini baribir so'rab, o'sha jinsiy kasalliklar juda ham, bunday zo'ravonlikka uchragan qizlarda jinsiy kasalliklar juda ham ko'p bezovta qiladi va ildiziga baribir biz kasallikni kelib chiqish anamnezini o'rganganimizda hali ham o'sha muhitda yashayapti, hali ham o'sha zo'ravonliklar ichida, ya'niki eri tarafidan hozir shunaqa zo'ravonlik va hali ham o'zini qabul qila olmagan, qo'rqoq va yana eng kuchli tarafini aytaman, bunday qizlar juda ham praktikamda ikkitasi yashayotganini ko'rdim, qolganlari ajrashib ketgan. Yaxshi oilaga teggan, yashasha olmagan.
o'zida aybdorlik hissi, noloyiqlik hissi, noloyiq hissi bilan ajrashib ketgan. Даже shunaqa holatlarni ham ko'rganman, ikki qat bo'la olmagan holatlarida ana nimadir bo'lganmi, qani ayting degan paytimiz ishonganlari aytganda, ishoning hech qanaqa dori darmonsiz Milanvarni bizda tayyor keyslar bor, aniq imya, familiya, otchestvolari bilan ikki qat bo'lib ketishgan holatlar bo'ldi. Ajrashmasdan masalan yashayotganlari bor, ular tushunishmaydi qayerdan bu kasallik kelib chiqadi. Masalan, erini qabul qila olmaydi, yechim qidirib keladi. Turmush o'rtog'im bilan birga bo'ldim, выделениyalar ko'payib ketdi, hidli bo'lyapti, og'riqlar bo'lyapti o'sha jinsiy hayot paytida, menda kuchli og'riqlar yoki bo'lmasa erta hayzdan masalan yechim xohlashadi, topisha olmaydi. Lekin oxiri hali joniga tegib ketgandan keyin bizda psixologga borsa, hali ham bor-ku bizda psixologga, psixonevrologga, psixoterapevtga borsa, bu ruhiy kasal ekan degan qo'rquvlardan qo'rqib ishonib bizga kelishadi. Masalan, ammasini bolasi davolab topgan, kelinida vыкидышlar qayta vыкидыш bo'lgan, vыкидыш bo'lmasdan bolali bo'ldi yoki bo'lmasa homilador bo'la olmayapti, homilador bo'lib ketdi. Eshitib biz o'zbeklar baribir bir-biridan eshitgan natijadan kelishadi-ku. Kelishganda masalan Milanvarniga ham murojaat qilishgan, bilim olishgan, ko'pchiligi hayotini to'g'rilab ketishdi. Eng qizig'i hali o'sha muammo sabab hayotidagi muammolar bo'layotganligini bilmaydiganlar bor. Masalan, shunaqa bemorlarimiz kelishadi, shunday holatlarda ularga qanaqa yechim bergan bo'lardingiz? Men bilaman, aynan shu muammolarning ichida yashab, oilali, baxtli, o'zini anglab olgan ayollar juda ham ko'p. Men bilaman. Men ularni shaxsan taniyman va mutaxassis sifatida sizdan yordam olganman. Menga bergan o'sha tavsiyalaringiz, bunday patsientlar bilan qanday ishlashlik kerakligi haqida bergan bilimlaringizni ommaga ham ayta olasizmi? Agar jinsiy zo'ravonlikka uchragan qizlarimiz bo'lsa, albatta sizni ko'rigingizga kelganda mana bu haqida bizni darslarimizda, terapiya darslarimizda o'zingiz guvoh bo'lgansiz. Hattoki bizni o'zimizni o'qiyotgan o'quvchilarimizni ichida yillar davomida jinsiy zo'ravonlikka uchragan, lekin umuman muammoim boshqa deb kelishgan, ya'ni men turmush o'rtog'imni xohlamayman, demak turmush o'rtog'imni xohlamagandan keyin, uni xohishlarini bajarmaganimdan keyin turmush o'rtog'im menga yoqmaydi, lekin ajrashaman desam farzandlarim bor, turmush o'rtog'im mendan davo'l emas. Demak, muammoni umuman boshqa tarafdan ko'rib kelishyapti. Borib darslar davomida mana o'zingiz shu darslardan o'tgansiz, nima tegidan kelib chiqqan, ya'ni o'zini hayotida yoshligida jinsiy zo'ravonlik bo'lgan, tana buni eslab qolgan, tana buni qo'yib bermaydi, ya'ni qizlarda vaginizm kasalliklari, demak hozirgi kunda ham agar turmushga chiqa olmayotgan, shunday holatlarni boshdan kechirgan, jinsiy zo'ravonlikka uchragan agar qizchalarimiz bo'lsa, albatta buni psixoterapevtlar bilan ishlab, ya'ni keyingi turmushdagi hayotiga ta'sir qilmasligi uchun albatta psixoterapevtlarga uchrashib buni bartaraf qilishligi mumkin. Bu holat nafaqat meditsina tarafdan, demak ularni emotsional, ruhiy holat, o'sha paytda kechirgan og'riqlari bilan ishlaganimizdan keyin qizlarda bu qo'rquvlar yo'qoladi, o'zidagi aybdorlik hislari ketadi. Chunki u holat aslida qiz bolani hayotida nima uchun, nima sabablardan bo'lgan, hamma savollarning javobini olgandan keyin albatta ularni xavotir hissi, ya'ni tanadagi напряженности ketadi. Albatta terapevtlarga murojaat qilishsin. Bu holatlarni bartaraf qilib, qizlarda jinsiy zo'ravonlikni va ularni hayotidagi ta'siri va kelajakda hayotiga ta'sirini oldini olish mumkin. Masalan, biz ishlaganimizda, mana sizdan keyin bizga kelishadi, terapiyalaringizdan keyin ha, men baxtli bo'lishim mumkin ekan degan tuyg'uda kelishadi. Nega biz bilmaganmiz deyishadi. Lekin qarang, shunday qizlar, mana shunday qizlarni kuzatganimda, u qizlarni eng katta muammosi onalari eshitmagan. Onalari qattiqqo'l ayollar bo'lishgan, onalari ertalabdan kechgacha ishlashgan. Aytgan payti qandaydir onasiga bu holatni yetkazmoqchi bo'lganda, onalar kuchli inkor qilishgan. Boshqa kichkina narsalardan boshlangan narsa mana shunday asosiy muammoni ham inkor qilinishiga olib kelgan va onaga ishonch yo'qligidan o'sha muammoni ichida yashab, ajrashishgacha borib, o'sha jinsiy kasalliklar bilan, tug'maslik holatlari bilan kelishganda asosiy yechimni berganimiz, ya'ni sizga yo'naltirgan patsientlarimda bo'lgan bu narsa homiladorlik holatlari mana bo'ldi, farzandli ham bo'lishdi, farzandlarni ham katta qilamiz mana va bu narsani ham yechimi bor ekan.
albatta. Faqat jinsiy kasalliklarni dorilar bilan davolash emas, balki ularni kelib chiqish sabablarini, nima uchun bunday bo'lyapti, nima uchun ering bilan munosabat bunday. Ko'pincha o'sha qizlarimizni hozirgi ayollik davridagi muammolari o'sha kichkinalikdagi, bolalikdagi muammolar. Umid Anvarovna mana shu jinsiy zo'ravonlikka uchragan qizlarimizda muammoni qanday bartaraf etish haqida gaplashdik. Keling, aynan o'sha jinsiy zo'ravonlikka uchramaslik. Biz eng asosiy muammomiz kasallikni davolashdan ham ko'ra uni oldini olish-ku. Pediatrlarni, tibbiyot xodimlarini siz o'zingizning yo'nalishingizda shu jinsiy zo'ravonliklarga uchramaslik uchun nimalarga ahamiyat berishimizni tavsiya bergan bo'lardingiz? Onalarimiz hozirgi kunda albatta bu haqida jinsiy zo'ravonlikka uchramaslik uchun bola bilan emotsional yaqin bo'lish kerak. Bola o'zini qanday himoya qilish kerak? Demak, sabablarni qilib qo'yish kerak ona. Qiz bola o'stiryaptimi, bekorga qiz bolani asragin deyishmaydi. Ya'ni qiz bolani yolg'iz qoldirmaslik, hattoki o'z akasi bilan yolg'iz qoldirmasligi, ularni amakilariga ishonish yoki misol uchun qiz bolani mehmonga jo'natdingiz, o'zidan 2 yosh yoki 2 yosh kichkina ukasi bo'lishi mumkin, dvoyurniy ukalari bo'lishi mumkin, tog'asi bo'lishi, bu tog'asi deymiz. Yo'q, bizani psixikamiz uchun erkak va ayol tushunchasi bor. U yerda tog'a, bu amakini o'g'li, bu xolamni o'g'li degan tushuncha yo'q. Demak, bolada shunaqa bo'ladiki, qiz bolani o'zini o'sayotgan va jinsiy munosabatlar haqida tushunchasi yo'q qizchalarda o'zini mayli va xohishi bo'lishi mumkin. Boshida bu zo'ravonlik bo'lmasligi mumkin. Ya'ni qiz bola o'sib kelayotgan organizmda gormonlar o'zgarayotganda qiz bolalarda o'zida, ya'ni o'smir yoshida, ayniqsa bu narsa 10 yoshdan boshlanadi. Ya'ni qiz bolada o'zini qarama-qarshi jinsiga qiziqish bo'ladi. Boshida tog'asi bundoq quchoqlab ko'rishi mumkin. Qiz bola bu narsani tushunmasligi mumkin. Keyin u narsa nimadir olib beraman, nimadir qatgadir olib boraman, mana senga pul beraman. Shunaqa keyslar bor, haqiqatdan ham bo'lgan. Boshida bu o'zini qiz bola o'zini xohishi bilan bu narsaga kirishishi mumkin. Ana undan keyin toqatidan ortiq bu narsani so'ralganda, ya'ni bu zo'ravonlikka aylanganda, ya'ni aslida bu narsalar boshlanmasdan oldin onalar sabablarini qilish kerak. Ya'ni qiz bola yolg'iz qoldirilmaydi erkak kishi bilan. Agar yolg'iz qoladigan bo'lsa, qiz bolaga bu mavzu haqida ona bilan bola o'rtasida qanday o'zini saqlash mumkin? Agar shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan aytish mumkinligini ona tushuntirish kerak. Bu mavzuda qizlar bilan onalar gaplashadi, o'g'il bolalar bilan albatta otalar gaplashadi. Bu juda ham muhim. Men har bitta darsimga shu mavzuni kiritganman. Hattoki 5 yoshdan boshlanadi bu narsa. 5 yosh, 6 yosh qiz bola, o'g'il bola farzandingizni hattoki alohidalang, chunki ularni bu jinsiy zo'ravonlik bo'lmasligi mumkin, jinsiy buzilish bo'lishi mumkin. Ya'ni ajratib olamiz, jinsiy zo'ravonlik nima, jinsiy buzilish nima. Agar bola bilmagan holatda 5-6 yoshda o'zini singlisi, o'zini opasi, kimdadir qizlarda ikkita qizlar bir-biri bilan, agar qiz bola qiz bir-biriga bo'lgan mayli uyg'onib, agar bu narsa ikkalasi kontaktga kirishadigan bo'lsa, demak qizlarda jinsiy buzilish bo'ladi. Ya'ni o'zini qarama-qarshi jinsiga emas, demak qiz bola jinsiga bo'lgan qiziqishi ortib ketadi. Keyin o'zini turmushga chiqqanda nima uchundir turmush o'rtog'i bilan jinsiy munosabatlarda yaxshi bo'la olmasligi va munosabat qura olmasligi aslida ularni birinchi ehtiroslari ayollarga uyg'ongan bo'ladi. Ya'ni bu bitta tarafini olamiz. Bu zo'ravonlik emas. Bu demak jinsiy buzilish hisoblanadi. Yoki ikkita aka-uka uyda yolg'iz qoldi va sabablari qilinmadi. Biz bolalarga shu qadar ishonamizki, lekin bolani bola bo'lgandan keyin bola har doim kimnidir nazorati ostida bo'lish kerak. Biz tug'dikmi, demak mas'uliyatni olishimiz kerak. Bizning mas'uliyatimiz nima? Bolani nazoratsiz qoldirmaslik. Hattoki kechasi ham nazoratsiz qoldirmaslik. Qanaqa ma'noda? Demak, qiz bola, o'g'il bola 3 yosh shaxsini tanidimi, jinsini taniydigan payti 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'ladi. O'zini jinsiga qiziqishi va jinsini taniydigan yoshi bo'ladi. Shu 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan paytda bolalarni hattoki alohidaligimiz, hech qachon ularni bir-biriga xolakasimi o'ynashga tashlab ketmaymiz. Ular bilmagan
bilmagan ongsiz holatda er xotin o'yinlarini o'ynab qo'yishi mumkin. Ana o'shanda bo'ladi jinsiy buzilish bo'ladi. Zo'ravonlik deganda, demak, bolaga zo'ravonlik o'zi xohlamagan holatda bu narsaga zo'rlash, demak, jinsiy zo'ravonlik deyiladi. Demak, oldini olish uchun qizlarimizni asrashimiz kerak. Hech qanaqa, hech qayerda tog'asinikida, ammasinikida erkak bor joyda qiz bolani tashlab ketilmaydi. Qo'shnisiniki ham palonchi katta bola, 18-19 bola. Shunaqa o'zimda shunaqa keyslar bo'lgan. Ya'ni qiz bolani 10 yosh bolani har doim ona qo'shnisiga tashlab ketadigan bo'lgan. Qo'shnining uyida 19-18 yoshli erkak bo'lgan. Yillar davomida haligi 10 yosh, 9 yosh qizga yillar davomida tegajonlik qilgan. Onasi juda ham qattiqqo'l o'qituvchi bo'lgani uchun qiz bola chiqib har safar onasi tashlab ketayotganda dod, men qo'shninikiga bormayman, ona meni tashlab ketmang deganda ham meni ilojim yo'q, jim o'tirishadi. Uyiga yolg'iz tashlab ketgandan ko'ra qo'shnisinikiga tashlab ketish afzalroq ko'rib, demak, qiz bola yillar davomida haligi 18-19 yosh bola bilan qolib ketgan. Ana unda jinsiy zo'ravonlik bo'lgan. Lekin qiz bu narsani darslar davomida eshitgandan keyin bu og'riq bilan yashab kelayotganini, shuning uchun ham eri bilan munosabati yaxshi emasligini, uni tanasiga teginganini o'zida seskinish va qo'rquv borligini, o'sha og'rig'i hozirgi eriga proyeksiya bo'layotganini tushungandan keyin biz albatta uni tanasi bilan, ruhiyati bilan ishlaganimizdan keyin demak, bu holatdan ayol kishi qutulgan. Demak, biz bu narsani oldini olishimiz uchun qizlarimizni asrashimiz kerak. Agar bu narsa bo'lgan bo'lsa, terapevt bilan ishlash kerak. Agar onalarni o'zida shu qo'rquv bo'lsa, hozir shu xavotirda, shu qo'rquvda qiziga bosim beraveradi. Yigitlar bilan gaplashma, yigitlar bilan uchrashma deb baqirgandan ko'ra, ona o'tirib olib, qaysi chegaralarda gaplashish mumkin emas? Erkak kishi kim o'zi aslida? Ayol kishi kim? Ayol nimaga o'zini asrash kerak? O'rtasidagi zino masalalari, o'rtasidagi qiz bola bilan o'g'il bola qanaqa расстоянияda gaplashish kerak. Ya'ni ona o'tirib qizlariga buni chiroyli suhbatlar orqali tushuntirish kerak. Zapret har doim bizani zapretga olib borishga olib boradi. Ya'ni bizani nimadan zapret qilishadigan bo'lsa, nimaga to'siq qilishadigan bo'lsa, qizlar ham o'g'il bolalar ham shu narsaga qiziqadi. Xo'p, zapret nima uchun mumkin emas? Mumkin emas. Nimaga olib keladi? Nimaga gaplashish mumkin emas? Mahram nima? Qachon turmushga chiqqanda kim bilan gaplashish kerak? Shular haqida onalar qizlari bilan prosta o'tirganda 10-15 minut daqiqa shular haqida suhbatlashib bo'lish kerak. Shuning uchun onalarning o'zi ilmli bo'lishi kerak, onalarning o'zida tushuncha bo'lishi kerak. Onalarning o'zi bu narsalarni yetkazib bera olish uchun avval o'zlari bu bilimlarni olishlari kerak edi. Anonizm onalar ham qolib, bugungi kunda shaxsan o'zimga murojaatlar bo'lgan 1 emas, 3 emas, 5 emas. Ko'p holatlarda onalar qolib, bog'cha tarbiyachisi murojaat qilgan, yordam, onaga tushuntiryapman bolani holatini. Bolada juda ham ko'p takrorlanyapti bu narsa. Boshqa bolalar buni ko'rib, ular qiziqishyapti deyishdi. Nima deb savol berdim? Nima holat deganimda, bola o'zini o'zi qoniqtiryapti va shu qoniqtirgan payti endi aniqlashtirib olishim uchun qanday bolada holat bo'lyapti? Bola terlab ketayaptimi, ko'zlari tepaga qarayaptimi deganimda, boladagi holatni tasvirlab beryapti va men bergan savollarga ha deb javob beryapti. Meni holatimda shunday bo'lganki, meni praktikamda oxirgi kelgan bemorimda, bu ko'p bo'lmadi, 2 kun oldingi bemorimda, ona juda ko'p joylarga olib borgan, bolani nevropatologga ham olib borganlar, bolaga juda kuchli tinchlantiradigan dori bergan, bolani karaxt qilish holatida, shu ishni qilmasligi uchun va bu narsa 6 yil davomida bo'lar ekan, 6 oyligida bo'lgan bolada 6 yoshdan oshdi, maktabga beryapman, bog'chada ham bo'ldi bu narsa deyapti. Bog'cha olmayapti, boshqa bolalarning tarbiyasiga ta'sir qilyapti deb va men yechim qidiryapman. Dedi, meni bolamda baribir davolanmaydi bu narsa, dedi. Nega deb savol berdim. Sababi dedi, men o'zimda ham bo'lgan deb uyiga borib yozdi. Men o'zimda ham kichkinaligimda bu narsa bo'lgan va bu narsa hozir ham bo'lib turadi. Bu narsa doimiy narsa deb o'ylar ekan ona. Va biz 2 kun oldin davolashga kirishdik shu bolani. Xuddi oldingi bemorlarimni davolaganim kabi biz meditsinskiy tarafdan bolaga
kasallikni kelib chiqish sabablarini, homiladorlik jarayoniga qaytganimda ona juda ko'p bolani даже qornida urgan ekan, homiladorlik payti homilasini qornida urgan, qaynanaga, erga achchiq qilib urgan. Bola emotsiyasini endi men tushunganim bosgan, homiladorlik paytidagi bolada o'sha emotsiyalar baribirga onani his-tuyg'usini his qiladi-ku-da. Va onaga tushuncha berishga va biz tibbiy tarafi bilan ishlashni 2 kun oldin boshlagan bo'lsak, albatta ruhiy tarafini ham ishlashni tavsiya berdik. Albatta chiroyli qilib bu narsani yozib berdik. Savolim quyidagiki, shunday vaziyatlarda onada bor, qizlarda ko'p uchraydi bu holat va ona davolanishiga umidini so'ndirib qo'ygan, chunki 6 yildan beri bo'layotgan jarayon. Qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Bu holatda onaga tushuntiriladi. Ona kelganda qarang, aksini rollar ham bor. O'zi bola onani o'zini to'g'irlash vaqti keldiligini ko'rsatadi. Bola bilan ovora bo'lib bolasini to'g'irlayotganda o'zi aslida ona o'zini to'g'irlash kerakligi haqida diqqatini qaratmayapti. Har bitta holat siz o'zingizni to'g'irlashingiz kerak bo'lgan narsani bolachalarimiz ko'rsatadi. Bolaga hozir agar bosimni kamaytiradigan bo'lsa, mehrni ko'proq beradigan bo'lsa va hozirgi qilayotgan, ya'ni anonizmmi bilan shug'ullanayotgan holatini sublimatsiya qilishimiz kerak. Sublimatsiya nima? Misol uchun qizni raqsga berish kerak. Qiz ichki o'sha quvvatini, bosgan emotsiyalarini raqs orqali chiqaradi yoki gimnastika beriladi. Demak, bola qachonki yoki raqsga yoki gimnastikaga yoki tekvandoga boradigan bo'lsa, u ichki o'sha bostirilgan hislari, bostirilgan emotsiyalarini sublimatsiya qilyapti. Demak, raqsga boryapti, tansalarga boryapti, qat'iydir bu ichidagi quvvatini chiqarishni boshlagandan keyin bu narsa kamayadi. O'z-o'zidan kamayadi va kuzatsa. Endi qarang, bolani misol uchun darsdan keldi yoki maktabdan keldi yoki bog'chaga bordi. Bog'chada takroriy bir xil rejim bo'lgandan keyin bolada bu narsa avtomatizm bo'ladi. Demak, bolani bog'chani qaysidir soatida o'zini shug'ullantiradigan va bu holatini boshqa narsaga ko'chiradigan raqsi yoki qanaqadir to'garagi bo'lishi kerak. Ya'ni jismoniy. Ana o'sha jismoniy xatti-harakatga ko'chirgandan keyin bolada bu narsa to'xtashni boshlaydi. Birinchidan ona bolani erkin qo'yish kerak, bolaga bosim berish kerak emas. Qanchalar bosim bermasa, qanchalar bola bilan emotsional, taktil ona yaqin bo'ladigan bo'lsa va bu holatni sublimatsiya qilish uchun qiz bolani raqsga beradigan bo'lsa, u raqsga buni holatini chiqaradi. Shunaqa holatlar bo'lsa, agar bolangizni shunaqa holatlarda, anonizm holatlarda ko'radigan bo'lsangiz, iltimos ekspertlarga murojaat qiling. Mana bolalar shifokoriga bu narsa bolani jazolash, bolani urish, bolani remen bilan savalash bu narsani yechimi emas. Albatta, ona bunga yaxshilab yondashish kerak. Demak, bolaga nima yetmayapti? Bolada bosim bor. Bola ichki quvvatini, ya'ni qat'iydir yo'naltirish kerak. Onalar bolalarini ichki quvvatini yo'naltirgandan keyin bolada bu holat kamayadi. Bu o'zi tabiiy holat hisoblanadi. Mana shifokorimiz bilasiz, demak, bolalar o'sayotgan organizmda gormonlar o'zgarishida bu narsani his qilib qolish birinchidan tabiiy. Nimaga u ortig'idan ko'payib ketayotgani sababi bu nevroz deyiladi. Ya'ni nevroz bo'lgandan keyin bola nevroz o'zi nima? Nevroz o'zi bosim bo'lgandan keyin bu narsani kuchaytirib yuryapti. Demak, bolani bu holatini, ya'ni yo'naltiradigan qandaydir siz shug'ullanadigan holat topib bermasangiz, bu narsa hamma bolachalarda bor. Demak, bolada bu narsa bormi? O'zi bola sog'lom degani, lekin uni haddan tashqari ko'p va ko'rib qolayotgan bo'lsangiz, albatta mutaxassislarga murojaat qiling. Mutaxassislarimiz ishlashadi. Mutaxassislarga murojaat qilmasa nima holatga olib keladi? Menda shunaqa holat bo'lgan. Bir kun bir ayol keldilar va juda ham chiqim holatdaliklarini aytdilar. Tegida so'raganimda holatlari shunday bo'lgan, 16 yoshli o'g'illari o'zini osib qo'ygan. Ana endi 16 yashar o'g'il bola hojatda qolib ketgandan keyin otasi eshikni taqillatib, oxiri eshikni shunaqa orqasida ilgiga bor ekan, ilgini ochib kirganda bolani shu holatda ko'rib qolgan va ota
yaxshigina bolani do'pposlagandan keyin bu bizani hali suhbatimiz tugamadi, hali men ishdan kelsam sen bilan gaplashaman deganda uyga kelguncha bola qo'rqqandan o'zini osib qo'ygan. Bu bitta holat, ko'ryapsizmi? Demak, noto'g'ri yondashilyapti. Demak, buni bir jinoyat deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. Bu bola buni ongsiz qiladi. Buni kino ko'rgandan yoki sizni munosabatingizni ko'rib qolgandan deb o'ylashadi, hayratda qolishadi. Ko'pincha bu narsani olib chiqishmaydi. Ya'ni o'ylashadiki, bu faqat meni bolamda yoki o'zini ayblashadi. Demak, meni yoshligimda shunday bo'lgan. Demak, bolada kuzatayotganingizda bu narsalar takror va takror bo'layotgan bo'lsa, yaxshisi mutaxassisga ko'rsatganingiz ma'qul. Agar mutaxassisga ko'rsatishni o'ylamasangiz, demak, mana sizga tavsiya berib, yechim berib o'tib ketamiz. Bosimni kamaytiring va bu holatni yo'naltiradigan bolalarda raqs, o'g'il bolalarga sport bilan, ya'ni ularni bo'sh vaqti qolmaganda bu narsani biz yengib o'tishimiz mumkin. Lekin agar bolalarni bor xonangga kirib uxla, bor sinalaring bilan o'tir, jim o'tirlaring deb xonasiga qamab qo'yadigan bo'lsangiz, albatta bu holatlarni guvohi bo'lish tayin. Keyin eng anaqasi, bolalar bu narsani o'z aka-singillari, hattoki ikkita opa-singillar yoki ikkita aka-ukalar qilishi kuzatilishining sababi, chunki bolalarda bu haqidagi ilmlar yo'q, tushunchalar yo'q, o'zini jinsiy maylini yo'naltirish bo'yicha ilm yo'q, lekin ular qanday yo'naltirishi, misol uchun qanday qilib chiqarishi bilmagandan keyin, boshqa yo'lini bilmagandan keyin, ularda tushuncha bo'lmagandan keyin va yolg'iz qolishgandan keyin bu narsalar kuzatiladi. Chuqur kirib borganman, nimadan bo'lgan, qanaqa bo'ldi degan 6 oylik chaqaloqlik davridan boshlangan, 6 yoshgacha bo'lgan, homiladorligida kuchli urgan o'zini. Eridan ololmagan alamini, qaynanadan ololmaganda alamini, kuchi yetgani o'sha homilasi bo'lgan. Ajrashib ketaman degan, bolasi bor, ajrashib keta olmagan, otasi uyiga qabul qilmayman degan, qornida faqat bolani urgan. Hozir o'sha bolani ko'rsam, men 6 yoshli paytida men ko'ryapman, lekin men har doim kasallikni kelib chiqishini homiladorlik davridan o'rganaman-da. O'zi shunday ham bo'lishi kerak. O'shanda asosini topib olamiz. Bolani ko'zlariga qaraganda hamma yo'nalishlar, kullish yo'nalishlari tepaga qarash kerak bo'lsa, bolada hamma chiziqlar pastga qaragan. Uni hazil qilib ham, unga yoqadigan narsalarni bersangiz ham kulmaydi, nigohlar kulmaydi. Shu sababli kimnidir alamini, mana bizda bor-ku, kuchi yetmagandan keyin kattalarga bolasidan oladi. Passiv agressiya. Kattalarga kuchi yetmaydi, qaynanasiga kuchi yetmaydi, kuchi demaylik, ilmi yetmaydi. Eriga tushuntirishga ilmi yetmaydi. Keyin nimasi bor? Urishga kuchi bor. Kuchi o'sha tayoq orqalimi bolalariga ko'rsatadi bu narsa. Bu narsa o'ziga ziyonligini, bolalariga ko'rsatgan jahli, bolalariga yetkazgan ozori aslida o'ziga ziyon ekanligini hattoki his qilib ham ko'rishmaydi. Agar his qilganlarida edi, ozgina bo'lganda tushunganlarida edi, bolalarini o'zlari qo'llari bilan kasal qilib, davoni shifokorlardan emas, balki o'sha kamroq xarajat bilan to'g'ri yo'naltirganda o'zi aslida bolani bekor qoldirishni o'zi uni har taraflama ruhiy, fiziologik buzilishiga olib keladi. Bekordan bekorga aytilmaydi-ku, jismoniy tarbiya. Ya'niki har doim bola ertalab kechqurun animatsiya qilish kerak. Bizning oilalarda yo'q. Ruhiy tarbiyaga kelyapmiz sekin-sekin. Hamma joyda demayman, lekin shunaqa joylar bor, haqiqatan nimaligini ham bilishmaydi. Har doim band bo'lish, to'g'ri yo'nalishda, qiziqilgan yo'nalishda, ya'niki o'zi yaxshi ko'rib, o'zi uchun muhim yo'nalishda band bo'lish insonni faqat o'stiradi. Aksincha, bekor qolish mana shu kasalliklarga sabab bo'ladi va insonni onasi uni butun olami, nafaqat kasalliklar olami bo'lishi mumkin. Agar bu kasal olam bo'lsa, agar sog'lom olam bo'lsa, albatta bu sog'lik olami ham bo'lishi mumkin ekan. Onalarimiz o'zlarini kuzatishsin. Misol uchun siz kuzating, agar sizni uyingizda har kuni xursandchilik bo'ladigan bo'lsa, siz tez-tez xursand bo'ladigan bo'lsangiz, holatingiz o'zgarishni boshlasa, ya'ni holatingiz bu sizni hozirgi holatingiz, ya'ni emotsional holatingiz o'zgarishni boshlasa, albatta bolalaringizdagi holat va emotsional holatni o'zingiz mana bitta misol oladigan bo'lsak, bir kun agar sizni tushkun kayfiyatingiz bo'ladigan bo'lsa, butun uy qorong'u bo'lib ketadi. Meni tushkun kayfiyatim nafaqat farzandlarimga, ya'ni uyi devorlarigacha ta'sir qiladi. Demak, ona har doim kayfiyati chog', kayfiyatini xursand qiladigan ishlarini, o'zini
ya'ni yo'naltiradigan ilmmi, kayfiyatingiz nima sizni kayfiyatingizni zo'r qiladi. O'sha kayfiyatingizni zo'r qiladigan, kayfiyatingizni ko'taradigan holatlarni agar hayotingizga kirgizadigan bo'lsangiz, u hamma narsa bo'lishi mumkin. Прогулка bo'lishi mumkin, kim bilandir zo'r o'tirib soatlab suhbat bo'lishi mumkin. Kayfiyatingizni ko'taradi nima? Kayfiyatingizni ko'taradigan raqs bo'ladimi? Agar siz kayfiyatingizni ko'tarib, bolalaringizni kuzating, antigi shkafingizdagi tonna aptechkalaringiz yoki bolalaringizni nosog'lomligingiz, oson va yengil bolalaringizni katta qilayotganingizni guvohi bo'lishingiz mumkin. Sizni kayfiyatingiz, sizni tushkun holatingiz albatta hozirgi kelib chiqayotgan son sanoqsiz kasalliklar nimaga soni ko'payib ketdi? Mana aptekaga kirsangiz, supermarketga kirganga o'xshaysiz. Ya'ni hattoki o'zim aptekaga nima uchundir kirganimda, to'xta, hozir kasal emas hech kim, lekin anu kerak bo'lib qoladi, bu kerak bo'lib qoladi, bu kerak bo'lib qoladi deb korzinkangizga solib olib chiqib ketyapsiz. Buni hammamiz guvohi bo'lyapmiz. Ya'ni bitta Yunusobod tumanida, bitta Shoxontohur tumanida yuzlab apteka borligiga guvohi bo'lishimiz mumkin. Buni sababi nima? Nimaga kasalliklar ko'payib ketyapti? Demak, bizani hozirgi to'lib yotgan ne'matlardan norozichiligimiz, shikoyatlarimiz ko'payib ketyapti. Ne'matlar ko'p, shikoyatlar. Lekin o'sha ne'matlar sizni xursand qilmayapti. Nimaga xursand qilmayapti? Chunki sizni qiladigan ishingiz yo'q-da, mana qiladigan ishingiz yo'q, kayfiyatingizni tushkun qilib o'ylaydigan voqealaringiz ko'payib ketgan. Oldingi bolalar nimaga kasal bo'lmagan? Chunki onalarini kayfiyatini tushirish uchun umuman vaqtligi bo'lmagan. Umuman hamma o'zini ishini qilgan, dalasiga chiqqan, o'tinini yoqqan, onalarning hovlini sipiradigan ishi bo'lgan. Demak, bizda ya'ni jismoniy ishlarimiz ko'p bo'lgani uchun kayfiyatimizni tushkun qilib o'ylab o'tirishga, nimalardir soatlab o'ylab o'tirishga insonlarning vaqti bo'lmagan. Demak, hozir bizani juda ham nimalardir o'ylashga, nimalardir miyamiz o'ylab turib o'zimizga muammolar o'ylab topishga hozir vaqtimiz bor. Vaqtimiz yo'q deymiz-ku. Agar o'zingizni kuzating, juda ham ertalabdan kechgacha bo'shsiz. Faqat sizni miyangiz, ya'ni ongingiz nimalarnidir tahlili bilan ovora. Tahlil qilganingizdan keyin, javobini bilmaganingizdan keyin nima bo'lyapti? Tushkun kayfiyatga tushyapti. Tushkun kayfiyatga tushganingizdan keyin holatingiz o'zgaryapti. Bu narsa bolalarda namoyon bo'lyapti. Kalta yegan bolalarning holati qanaqa? Ko'p kasalliklar, misol uchun oddiy onani haddan ziyod ko'p qo'pol gapirishi, bolani urishi, ko'p kasallik duduqlanishlarda, ko'zda pirpirashlar holatlarida biz bularni nevropatolog bilan kompleksni lecheniya qilamizda. Onalar faqat pediatrga olib kelmaydi. Bunaqa holatda nevropatologlarga ham olib boradi. Ya'niki biz lecheniya yozamiz, bola qaysidir muddatda yaxshi bo'ladi, yana oradan vaqt o'tgandan keyin yana dorini o'zgartirishadi yoki bo'lmasa shifokorni o'zgartirishadi-da, yana bu kasallik qayta kelaveradi. Ya'ni dorini ta'siri tugadi, dorini ishi tugadi, lekin doktorni almashtiryapti, muammoga yechim yo'q. Xo'p, bunday holatda biz bolani davolayapmiz. Hattoki psixoterapevtlar bolalar bilan ishlayotganda bolalarga biz urg'u bermaymiz, biz onalarga urg'u beramiz. Bola nima bo'lyapti? Bolani uyida muhiti o'zgarmayapti. Bolani uyida muhiti o'zgarmagandan keyin o'sha zo'ravonlik, bola o'sha kaltakni yeyapti, o'sha uydagi baqir-chaqir, er-xotinning o'rtasidagi bolaga, "Yo'q, men doktor tushunmayapsiz. Men bolaga umuman baqirmayman. Men bolamni duduq-ku, duduq bo'lgani uchun ham men baqirmay qo'yganman." Xo'p, eringiz bilan munosabat qanaqa? Eringiz sizga qilayotgan munosabat. Ha, to'g'ri, ozgina so'kib turadi, lekin bolamni so'kmaylar. Bola o'sha narsani ko'rayotgandan keyin bolani tasavvur qiling, bola chip. Mana chip, u prosta kooperatsiya qiladi. Bola hamma narsani o'zi kallasi bu yerda bo'lishi mumkin, lekin quloqlari, ya'ni hislarini sizga yoyib qo'ygan. O'sha uy ichida nima bo'lyapti, u ko'rmasligi mumkin. O'zini ko'rmaganga olishi mumkin, o'yinchoqlarini o'ynab o'tirishi mumkin, hattoki uxlayotgan bo'lishi mumkin. Lekin uni hislari buni his qilib turibdi-yu. Bo'ldi, hissiyot ta'sir qildimi? Bolada duduqlanishi, qo'rquv, erta diabetlar, nimadan? Mana tug'masi bor, orttirilgani bor. Diabet nimadan? Bo'layotgan muhitda. Qanchalar davolamay bolani, qanchalar shifokorga ko'rsatmay, barabar olib borishingiz kerak. Demak, shifokor sizga tushuntiryaptimi? Uydagi muhitni o'zgartirgin deb. Demak, albatta bolalarni holatini, ya'ni kasalliklarini tegidan, ildizi bilan olib tashlamoqchi bo'lsangiz, nafaqat dori-darmonlar bilan. Demak, patologiya bormi? Demak, dori-darmonlarsiz biz endi yordam bera olmaymiz. Albatta biz baravarga olib borishimiz kerak. Ya'ni bolani emotsional, ruhiy holati va mana bizani bolalar shifokori
holatini dorilar bilan tuzatadigan bo'lsalar, lekin agar uydagi muhit o'zgarmasa, uydagi onalarimiz o'zgarmasa, agar ular mas'uliyatni olishmasa, baribir o'qishga, o'zini ustida ishlashga ketkazayotgan vaqtini bolalarini kasalliklariga tepasida o'tirish va ularni shifokor ko'rigiga tashish va o'sha shifokor yozib berayotgan nima dori darmonlarga baribir sarflashyapti, ilmga sarflashmayapti, vaqtni o'tirib olib kerakli foydali ma'lumotlar olishga sarflashmayapti, lekin bolalarni kasalliklarni bolalarni tepasida o'tirishga soatlab, kunlab, oylab vaqtligini sarflashyapti. Shunaqa holat bo'lgan. Menda 12 yosh bola duduqlanadi. O'sha qiz bola uzatishga hozirdan davolashlari kerak. Aytishlari bo'yicha oldingi farzandlari o'zini joniga qasd qilgan, katta farzand, va qiziqib so'raganimda men davolamayman dedim, men davola olmayman dedim. Chunki mendan oldin ham boshqa doktorga borishgan, qaysidir muddat yaxshi bo'lgan, keyin menga kelishgan. Men davolay olmasligim haqida tushuncha berdim. Qaysi holatda davolay olaman dedim. Chunki anamnizni to'liq o'rgandim, muhitni o'rgandim da xotin juda ham ko'p urushadi, qaynona bunga aralashgan, qaynona boshlab qo'yadi, xotinning janjali davom etadi. O'g'il yechim topa olmaganda joniga teggandan joniga qasd qilgan. Bu bolada hozirgi qizida nevroz ketyapti, duduqlanadi. Keyin aytdim, agar qaynonangiz, agar turmush o'rtog'ingiz birga kelsanglar, bu kasallikning yechimi dedim, dori bilan birga muhit sabab bo'ladi va yechimi bor deganimda kelishmadi. 6 oyga yo'q bo'lishdi. Oxiri ayol o'zi aytdi, men alohida uyga chiqdim, turmush o'rtog'imga tushuntirdim. Biz qaysidir muddat urushmaganimizni kuzatdim. Bolamda haqiqatdan ham pirpirashlari bo'lmadi, duduqlanishlari bo'lmadi va men tushundim, men tayyorman. Men hozir turmush o'rtog'imga tushuntirdim. Biz bolani yo'qotishdan o'zi qo'rqyapmiz. Buni oqibati nima bo'lishini biz katta farzandimizda ko'rdik. U o'zi tushuntirib bera olmaganda shunchaki muhitdan chiqishni yechimi o'zini o'ldirish deb bilgan ekan. Bu meni gapimga ham ishonmagan, boshqa doktorlarga ham borgan. Mana shu doktor shunday deyapti, doktor bo'lib shu gapni aytyapti deganda biz tayyormiz, biz keldik. Koridorda xo'jayin o'tiribdi, kirsalar bo'ladimi dedi. Dedilar, keyin men aytdim, qaynonangiz qani dedim. Biz mas'uliyatni bo'ynimizga olib keldik. Nima bo'lishidan qat'iy nazar biz tayyormiz deb keldi. Bolani tarbiyasida biz ishtirok etamiz, biz tayyormiz deb keldi. Demak, yetib boribdiki, qaysidir vaqt o'tgandan keyin ham tushunibdiki, muammoni yechsa bo'ladi. Albatta. Biz ishlashni boshladik bu patsient bilan, onalari davolni. Faqat dorilar ta'sirida yaxshi bo'ladigan tushunchalar yo'q. Muhit ham bitta katta shifo. Asli eng katta shifo oilaviy muhit, asli eng katta shifo bu jamiyat, dori esa o'sha sabablardan bittasi. Nafisa, men juda ham xursandman. Men bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Hamma shifokor ham agar terapevtlarda davolanadigan bo'lsa, ayollar ilm oladigan bo'lsa, shifokorlar sizga bundoq o'ylab qarasa ish ham qolmaydi, to'g'rimi? Lekin Nafisa o'zini kasbini sodiq insoni bo'lish uchun, mana misol uchun shifokorlar boring, tegini toping, ildizini toping, siz terapevt bilan ishlash kerak demaydi. Men o'zim Germaniyada shunaqa amaliyotda bo'lganman. Men hayratda qolganman. Har bitta endokrinologiyami, ginekologiyami, har bitta sohada o'zini psixoterapevti bor. Ular psixoterapevt bilan baravar hamnafas ishlashyapti. Demak, ularning maqsadi nima? Ya'ni patsientlariga shifo topish va natija etish. Faqat hamma o'zini ishini qilaversa, bir-biriga uzviy bog'liqligini tushuntirganingiz uchun ham rahmat. Chunki haqiqatdan ham o'zini kasbini yaxshi ko'rguvchi, o'zini sohasini haddan tashqari yaxshi ko'rguvchi inson o'zi misol uchun shu narsani tushunib olib, faqat diqqatini kasalligiga davolab berib va qayta yana kasal bo'lganda, ya'ni siz nima qilasiz? Sizni mijozlaringiz, kasallaringiz ko'paysa, ya'ni pediatr, ya'ni bolalar shifokori o'zini ishini qilishi ham mumkin. Lekin sizdan juda ham minnatdorman, buni tushuntiryapsiz. Iloji bo'lsa, ayshi kasal bo'lmaylar, umuman kasal bo'lmaylar. Mana kasallikdan oldin turgan holatlarni tushuntirib berayotganingizni meni juda ham ko'p o'quvchilarim aytishadi. Keyin men ularga tushuntirib beraman.
Nafisa bilmaydida yaqinda kasalsiz qoladi agar hammani jo'natadigan bo'lsa, haqiqatdan ham Nafisaga umuman murojaat qilmay qo'yishadi, chunki hamma tuzalib ketadi. Haqiqatdan ham agar bolalar kasal bo'lmasdan, nosog'lom bo'lmasdan oldin bu narsalarni oldini oladigan bo'lsak, bizdagi kasalliklar, bolalardagi nosog'lomliklar haqiqatdan ham kamaygan bo'lardi. Demak, bolalar shifokorlari, demak, undan ham yuqori darajadagi ilmlar, yuqori darajadagi sohalar bilan shug'ullangan bo'lardi va bu narsani har doim Nafisani men kuzataman. Juda ham ko'p o'zini ustida ishlaydigan, oldingi holatidan hozirgi holatini bekitmaydi, hech qachon bekitmaydilar Nafisa va bu narsaga mana o'zlari ham har doim ta'kidlab o'tadilar. Albatta ilm orqali tushunchalar, ya'ni yangi tushunchalar hayotiga kirgizgandan keyin har bir insonni, nafaqat shifokorlarni, hattoki oddiy uyda o'tiradigan ayollarni ham hayotida juda ham katta o'zgarish bo'lishi mumkinligini ta'kidlab o'taman va tushuntirishga har doim harakat qilaman. Siz nima deysiz? Men o'zim hozirgi muammoda yashayotgan ayollarni to'liq his qilaman. Podдержка bo'lmagan, qo'llab-quvvatlanishli bo'lmagan, qadrsizlanish, bor narsalaringizni ham yo'q deb ishontirish holatlarini yashab o'tganman. Ko'rigimga kelgan bolalarda birinchi farzandlarim ko'zini ko'raman. Balki shuning uchun ham bu narsaga bilib turib ko'z yuma olmayman. Ko'z yuma olmayman. Chunki o'zim yashaganman o'sha kunlar. O'sha og'riqlarda. O'sha og'riqlarni yashaganman. Bir paytlar o'zimga yordam bera olmagan bo'lsam kerak-da. Hozir shularga yordam bering deyman, yordam bering deyman. Bilmayapti, men ham bilmaganman. Bilmayapti-ku degan narsa kuchli o'tadi menda. O'shaning uchun doim aytaman, bolalarning begonasi bo'lmaydi. Onalar bilmayotgan bo'lishi mumkin, tushunmayotgan bo'lishi mumkin, lekin bilib turib faqat dorini orqasiga bekinib olish bu meni vijdonimga to'g'ri kelmaydi. Chunki men har bitta muammo bilan kelayotgan onani o'zi menga faqat meni muammo hal qila olgan muammolim yo'nalishdan kasallik keladi. Menga masalan endokrinolog yo'nalishida kelmaydi, boshqa kelmaydi. O'sha masalan nafas a'zolari kasalliklari, rahit, anemiya kabi holatlarda o'zim bolalarimda hech kim muammolar keladi-da. O'shaning uchun birinchi ko'zimga bolalarimning ko'zlari ko'rinadi. O'shaning uchun ko'rigimga kelgan bolalarni quchoqlab olaman. Yaxshi ko'ribdi. Onalar hayron qoladi. Mumkin ekan degan ko'zlarida taajjubni ham ko'raman. Har bitta hozir muammoda yashab, meni ko'rigimga kelgan ayollarda o'zimni o'sha chorasiz qolgan Nafisamni ko'raman. Har bir inson doim aytaman, bolalarning begonasi yo'q men uchun. Rahmat Nafisa, juda ham xursand bo'ldim. Men sizdan faxrlanaman. Uni ochiqchasiga ayta olaman. Darslarga to'liq qatnashmasangiz ham juda a'lochi o'quvchim bo'lgansiz. Masofadan bo'lsa ham o'qiganman. Masofada ham haligacha qoyil qolaman, lekin o'qib kelayotganingizga yo'q, men bilib oldim, men tushunib oldim, tegini bildim deb to'xtab qolmadingiz. Davomiy yangi ilmlarimni, yangi bilimlarimni olish bilan ovorasiz, o'zingiz ustingizda ishlashga hech to'xtamadingiz. Nafaqat Nafisa o'zini bilimi bilan, ya'ni ilmi bilan, ya'ni Nafisa tanasi bilan ham ishlashni boshlagan. Ya'ni o'zini ruhiy holati va tanasini uyg'unlashtirgan. Buni Nafisa ko'p o'zini anaqasida storieslarda gapirib o'tadilar. Demak, haqiqatdan ham insonni faqat oladigan ilmidan tashqari, ya'ni tanasi ham hayotida ishtirok etadi. Ya'ni tanamiz bilan bizani ruhiy holatimiz ikkalasi bor. Buni inkor qila olmaysiz. Faqat bizani ruhiy holatimiz yoki faqat tanadan iborat emasmiz. Misol uchun Umidani ruhiy holati ham bor, ya'ni tanasi ham bor, ya'ni uni aqli ham bor, ya'ni bizi ruhimiz bor, ya'ni bizani har bitta qismimiz bilan ishlashimiz kerak. Ya'ni faqat ilm olaversak, tanamiz bilan ishlamasak ham bo'lmaydi yoki faqat tanaga urg'uni berib ilm olmasak ham bo'lmaydi. Demak, birga, ya'ni psixika, somatika, ya'ni bizani ruhiyatimiz va tanamiz. Bugun sizlar bilan Nafisa Nur bizani mehmonimiz bo'ldilar. Juda ham ajoyib suhbatdan minnatdorman va xursandman. O'zingizni ayollarga va ularni bolalariga yordam berayotganingizdan butun jamiyatimiz, butun ayollarimiz nomidan sizdan minnatdorman va siz haqingizda juda ham zo'r kommentariy, ya'ni anaqalar eshitamiz, o'tsiflar eshitamiz, juda ham ayollar minnatdor. Siz nafaqat ularni tanasiga emas, haqiqatdan ham ruhiy holatiga e'tibor berishlari uchun turtki bo'layotgan ayolsiz. Uni hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, ya'ni
o'zingizni ichki holatingiz, o'zingizni bosib o'tganingiz va o'zingizni to'g'rilay olganingiz uchun ham boshqa jamiyatdagi ayollarga yordam berayotganingizni men guvohiman. Rahmat. Man bolalaringizni 2 yildan beri, 1,5 yildan oshdi, 2 yilga yaqin 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri bolalaringizni nazorat qilaman. Sog'ligini, o'sha nima analizda kerak, o'sha privivkalari hammasini nazorat qilaman. Men hayron qolgan joyim bo'lgan. Hayotda sizni ustoz sifatida ko'rganman, lekin bir kun shunday bo'ldi vaziyat, kun sovuq edi, qor yog'di. Siz uyingizga chaqirdingiz. Ko'rik uchun uyga borganimda uyingizdagi muhit, uyingizdagi xotirjamlik, uyingizda tilladan yasalgan mebellarni ko'rganim yo'q. Oddiy unaqa ortiqcha narsalar yo'q-da. Uyingizdagi muhitni ko'rib kirgandan bolalaringizni mami deb kelishlarini ko'rib, qizingizni, Oysha qizimni, katta qizingizni ham kelyapti o'tirib, men nimadan ko'p kuzataman, bizada baxt chiziqlari bor, yo xafagarchilik chiziqlari bor. Xafagarchilik chiziqlari pastga qaraydi, baxt chiziqlari tepaga qaragan bo'ladi. Men farzandlaringizni baxt chiziqlarini ko'rganman. Men bitta ko'rganimda o'zi biza jo'natishimiz ham shart emas, biz faqat endi har bitta dokumentni o'sha asoslab qo'yishimiz kerak. Birinchi o'rinda patsientni himoya qilib, keyin o'zimizni himoya qilib, shunda ko'rganman, o'zim uchun tasdiqni topganman-da, kulib, xursand bo'lib, hech qanaqa inkor holatni ko'rmaganman. Hamma narsaga da degan. Hamma narsa ham baxt bo'lgan. Da. Tartib, qoida, ovqatlanishlar, hattoki to'g'ri ovqatlanin deb aytishga hojat qolmagan. Ularni o'sha tayyorlab yeydigan narsalar, samostoятельно sizni bizga berayotgan darslaringizni oilangizda amalini ko'rib kelganman. Bizga mana darsda unday qilinglar, bunday qiling deb uyga borganingizda boshqa muhitni ko'rmaganman-da, gapirganingizdan ko'ra teparoq muhitni ko'rganman-da va nega buni ommaga ko'rsatmaysiz? Omma sizni ko'rish kerak-ku, o'rnakni kimdandir olish kerak-ku degan gapni aytganman. Oldingizga kirib aytganman-da. O'shandan keyin opalarimni ham men faqat o'qigan, rahmat aytasan deb opalarim, qanchadan qancha patsientlarim ilm olishyapti sizda va hamma xursand. Bilasizmi, bu narsa ilm ham har doim yuqormi ekan. Qachonki ilm yuqar ekan, qachonki o'zingiz amal qilsangiz yuqumli bo'lar ekan. Quvvatingiz balandroq bo'lar ekanda. O'shaning uchun men doim aytaman, men oldimga keldingizmi, faqat taningizni ko'rganimga xotirjam bo'lmang. Mashtingiz xotirjam bo'lib meni oldimdan chiqib ketsangiz, men sizga tushdim. Agar men bitingiz xotirjam bo'lmadimi, men aytganimni qilmang. Men sizni doktoringiz emasman, deyman. Chunki bemorni aldashga, o'zimizning lavozimimizdan foydalanib, ularning ishonchiga kirish bu noto'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Men o'sha narsani ko'rganman. Yana ham keyin kurslaringizga yozildim, yaqinlarim, patsientlarimni ham ishonch bilan tavsiya qila olaman. Chunki ko'z ko'rganiga, eshitganiga va his qilganiga ishonadi. Men his qilib kelganman o'sha muhitni uyingizda. Yaxshi ham shunday bo'lgan ekan. Hamma narsa bir yaxshilikka deydi. Yaxshi ham qor yoqqan ekan. Tozalik yo'q, bormayman, men nafs nurman demaganman. Bo'ldi, sovuq ekan. Bo'lmasam qizcham bor, chaqaloqcham. Uyimizaman, mashinaga yankasiga qoldirib kirib chiqqanman. Ko'p chiqqansiz, qoyil qolganman. Rahmat, yo'q demasdan kelganingiz uchun. Bejiz kelmagan ekansiz. Har bitta joyda o'zingiz uchun nimadir bor inson oladi. Kimgadir foydam tegishi uchun emas, o'zimga nima foyda? Mana shu yerda men o'zimga foyda olib ketganman. Bunday qilish mumkin ekan. Men ham qiz o'stiryapman, qizlaringizni ko'rib aytganman, men yana ham baxtli bo'lsam, qizim menday baxtli bo'lar ekan. Sizni har doim baxtli, o'ziga ishongan, qomadi tik turgan ayol ko'rganman-ku. Men o'shandan keyin yana ham o'zimga bo'lgan samotsenkam ko'tarilgan, mendan o'rnak olishiga 100% uverin bo'lib ketgan. O'shaning uchun ham qayergadir borib kofe ichsam, bunaqa qilib emas, mana shunday turib, qizimga ko'rsatib, men mana bu yerda qizim baxtli bo'lsin, chiday, qaynonamga chiday, erimga chiday, bu yoqda baxtsiz bo'lib qizingizni baxtli qilib qo'ya olmas ekansiz. Bo'lmas ekan. Iloji yo'q narsa ekan bu narsa. Sizni holatingiz, uydagi muhitingiz. Mana yana bir marta isboti, demak, onani emotsional holati, hattoki uydagi muhitlari, uydagi devorlariga ham ta'sir qiladi. Buni Nafisa Nurdan eshitganimda yana ayollarga bu narsani ko'p ta'kidlab o'taman. Hattoki sizni holatingiz uyingizda aks etadi. Sizni kimligingizni uydan bilib olsa bo'ladi. Chunki sizni ichingizdan chiqayotgan o'sha quvvat, sizni sostoyaniyangiz butun oilaga, nafaqat oilaga, mana bolalarga ham juda ham katta ta'sir qiladi. Hattoki erkakka ham ta'sir qilar ekan. Ming eringiz sizni
qo'llab quvvatlamasin, ichingizdan eringizni halol xizmatini qilib qo'yib, ovqatini qilib, kirini yuvib, naskisini, tuflisini tozalab, halol ibodatdagi ayol bo'lib bitta duo qiling, yaxshi bo'lsin desangiz yaxshi bo'lib ketar ekan. Maksimal yaxshi bo'lsin deyverish kerak ekan, chunki erga yaxshi bo'lsa, ayolga ham yaxshi bo'lar ekan. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Bugungi onalarimizni hozirgi jamiyatda uchrayotgan og'riqli muammolarni tibbiy tarafdan va ruhiy tarafdan yoritgan mavzularimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, biz ham bugun oldimizga qo'ygan maqsadga qaysidir ma'noda erishdik va sizlardan kutib qolamiz. Agar bugungi suhbatimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, keyingi ekspertimiz kim bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Aynan bu ekspert sizni hozirgi muammoyingizga yechim bersa, biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishgan bo'lamiz. Rahmat. Zo'r chiqdi. Ajoyib chiqdi. Rahmat. Tabriklayman. Mana qizga rahmat. Qo'ymay. Kecha bor. Kecha bir nimalar bor. Biz bunga kelishmaganmiz. Men habib boraman deb qo'yaver. Lekin Umid Anvarovna yozgandan keyin shunday narsalarimni olib kirib ketdim dedim. Savollarni yozib, tanimadim deb yozardim. Umid Anvarovna man deb yozardim. Shu sekundlarda bo'ylanib qanday yetib kelganimni Nima bilmayman. siz olib kelmoqchi emasmidingiz bugun? Yo'q, mamaga qo'ymadi. Bo'pti boraman deb qo'ydim-da. Boraman deb bormaydigan odatda bor kelmaydigan. Rostdan. Yo'q, bular aytsa boraman. Bular aytsa yo'q deya olmayman. Kelmoqchi emasdik. O qarang, SMS-ni oxirgi daqiqalargacha ochmadi. Ochmadim, mashina kelganimda ochdim SMS-ni. Yana. Voy, Umid Anvarovna mashina shu yerda ekan. Qayerda ekan dedimda, kirib ochsam boshqa joy lokatsiyasi ekan, keyin keldim bu yoqqa. Mashinalar shu turgan. Yaxshi savollarni bilyapman. Boraman deb yozdim. Kimsiz deb yozyapti. Men Umid Anvarovna so'shindan savollaringizni tashlang deb yozdim. Javob ham yozmadim, kiyinishga tushdim. Kiyinishga dushga kirib, kiyinib soch boshim xuddi bir 5 ta telefon. Yo'q, men basseynda edim. Bolalarim basseynni ovqat qilib, qozonda erimga qarang, bolalaringizga shunday oshir ovqatlar qildim deb maqtanayotgandim. Odatlaringiz ham bor sizni hali. Bor.